Assalamu alaikum kardeşler. Bu yana bir yerde. Tamam. Assalamu alaikum hürmetli kardeşler. Cesaret Münbir'e hoş geldiniz. Bugün yana bir ciddi ihtiyaç olan ekranda çıkıp kaldık. Olsun hemimiz yakından köngül bölüp gelip atkan Amerika'daki prezident saylımı. Bu anda mening bilishimda az bo'lmagan Uyg'urlarimizningki arzu ümitlerge xilaf, yani karşı bir netice çıkartıdı o yerde. Biz uzun boğan Turap akımızın kayıtlı bir yenişini, yani 4 yıl oturup verişini ümit kılandık. Çünkü Turap akımız yani bir 4 yıl oturup vergen olsa, bizden eşitli düşmanımız boğan Xitay faşistlerinin, Xitay komünistik hakimiyetinin örülüşü de nayeti çok ümit boğan buladı. Nayeti əfsus hazırında gerçi ahırkı netice çıkmagan bolsa mu, bütün dünya miqyasida da Joe Biden'ni yendi deb tabriklab. Bunun bilan birga Turap akamizningki sotqa arz qilganligini ko'ryapmiz. Bu ishningki atisi qanday bo'ladi, natijasi qanday bo'ladi? Ham bu agar mayli Turap akamiz qayta saylansin va yoki Joe Biden hozir hammadan tantana qilayotgandek prezident bo'lib saylanganligi aniqlangan bo'lsin, bu ishningki biz mazlum Uyg'urlarningki da'vo ishlariga, Uyg'urlarning kelgusiga qanday ta'sir bo'ladi? Bu haqda bir qism qarindoshlarimiz bilan fikr o'rtoqligini barliqqa keltirish uchun bugun ekranga Germaniyadan Abdurahimjon qarindoshimiz va Amerikadan To'liq Abdurazzoq akamizni ekranga taklif qildik. Assalamu alaikum qarindoshlarım, salomat, yaxshi turdinglarmi? Va alaykum assalom, Jasarat efendim. Har qanday ahvol yaxshimi? Yaxshi. Alaykum assalom. İnşallah. Bayılgınımda qarindoshlarım sizlarmi, menga o'xshash o'yladinglarmi bilmayman, uni endi og'zinglardan anglaymiz. Biz zaten Turap akamizningki qayta saylanishni bakma umid qilyaptik. Uyg'urlarning mutlaq ko'p qismi shu. Chunki men kunda degidek shu sosyal medyalarga diqqat qilib turma. Uyg'urlarning ma'arliqda bir singdaniki programmaning ovoz o'chiqda qilamda, bos o'chirasanlar. Ovoz kirib qoladi. Meni o'chiq. Tamam. Nəhayət əfsus hazır hamda o Biden degan odamningki o'ttirg'i chiqib qolish ehtimoli, ya'ni prezident bo'lib saylanish ehtimoli yuqori qiladi. Chunki hozirgacha o medialarga qarasak, cho'ng medialarga, masalan, nimadan tortib, shu CNNdan tortib, BBC deymiz, Al Jazeera deymiz, shu qatorliq dunyodagi cho'ng medialarning hammasi degidek yangi saylangan prezident, Amerika prezidenti Biden deb tunishtiryapti. Ham bir qism nimalarniki, davlatlarniki rahbarlarniki Joe Bidenni rasmiy tabriklayotganligini ko'ryapmiz. Masalan, bunun uchun oldi bilan shu Kanadaniki bosh ministri Trudeau efendim, Angliyaniki baş veziri
Johnson, anadaki o İsrail'deki baş ministri Netanyahu, hatta Xitay'ınkiler ama mesela Xitay'ın matbuatları mı tebrikler etmişti mesela de. Endi yana bir tarafdan nimani ko'rdik? Trump akamizniki bu natijani qabul qilmaydiganligi ham bu ishni qonun bu saylom jarayonida ko'zbo'yamchilik, aldamchilik hodisalarning yuz berganligini tilga olib, qonuniy yo'li bilan hal qildiganligini e'lon qildi. Bu vaqtda sizlar bu ishnimanki menga o'xshash necha kunning yog'i jim turmay shu vaziyatni kuzatib kelyapsizlar. Men zaten saylamning birinchi kuni bir quyuqsizlar bir naq maydon qilgan ko'pchilikning talabi bo'yicha. Ondan keyin mau ikkinchi qatam bu vaqtda chunki bir natijalash emasmi? Endi mau o'xshash o'ylamdiq yarindoshlarim degan maqsadda sizlar bilan o'tirib bir o'rtoqlashaylik dedim. Oldindan mush bir necha kunlik kuzatganinglar asosida sizlarga bergan hozir mush ahvolning ta'siri to'g'risida qisqacha bir so'zlab boqqan bo'lsanglar. Qanday qasanglar başlaysizlar? Bu to'liqdan shu Amerikadagi saylam bo'layotgan yerning qishida yashayotgan ekan to'liqdan boshladi fikrini o'tirib qo'yishdi. Qanday to'liqqasini ekan anglaylar, o'rnamsa. Bo'ldi. Assalomu alaykum. Butun dunyodagi Sharq Filistonlik qarindoshlar, yakshanba kunlar xayrli bo'lsin. Rahmat Jasorat apandim. Shu suhbatga taklif qilganingga. Endi Abdurimjonning qatnashmaganiga rahmat. Bu yerda sizlar bilan ham suhbat bo'lib o'tirishimdan xush bo'ldim. Endi men yerda gap kelsak, mening bugunga qadar Trumpni tutdi degan ko'z qarashda. Albatta buningga nima uchun shundoq deysiz degan savollar o'tirib qo'ydi. Ularga bu yerga men bir-birlab bu yerda javob berishmayman, lekin men bugunga qadar Trumpni yanıla 99% tutdu degan ko'z qarashda. Chunki hozir garchi sen abay deb o'tgandek medialarda butunlay xuddi shu Biden tutadigan bir sharoitni yaratgandek tashviqotlarni qilayotgan bilan bu yengillik emas. 6 oydan burunlar mushularni mushu major media deymiz-ku, major medialar asosan mushu tashviqotni qilib keldi. Shu ismda 6 oydan burunlar Biden efendimni bu qitimki saylamda tutdi. Hatta Blue Wave deydi-ku. Blue Wave degan, Blue deganimiz endi mana Demokratik partiyani ifodalaydi. Endi mayaqda endi mana Trump campaign tarafdan endi Red Wave, qizil to'lqin demdi, qizil kalkun ustimiz deb degan gaplarni degan. Lekin shu vaqtdan tortib men bu asas medialarga, andikin social medialarga men nayt diqqat qilib keldim-ku. Bu dikkat qilish jarayonida bütün asas medialarning asosan shu Trumpga, President Trumpga qarshi tarafda so'zlab kelganda, andikin shu xuddi bir shundoq bir sharoit yaratib berish uchun tashviqotlarni qilib keldi. Masalan, hatto shu saylamdan shu 2-3 kun burungi ahvollarni qaraydigan bo'lsak, medialar asosan shu Biden ustida degan. Lekin saylam kundagi ahvol qanday bo'ldi deganda uni balki hammamizmi kuzatib o'tdik u yerda. Saylam kuni President Trump tutgan kuni. Aslida qoida bo'yicha shu kuni kechda soat 1 yoki 1:30largacha uning agar shu yerda o'qitirayotgan bo'lsa, shu Trump tutganligi muqarrar bo'ladi. Lekin u yerda qanday ahvol bo'ldi deganda, Wisconsin degan yerda. Wisconsin degan shu shtatdan boshlandi. Wisconsinda hamda 10 bilet hamda Electoral College nimda oldik. Ba'zi Uyg'urlar hamda saylam ümiki degan atalg'ularni qopni qo'yibdi. Endi hozir mencha yana Electoral College deb olaylik. Electoral College soni Wisconsinda 10. Endi u shtatda amaliyotda shu vaqtida soat 1 deyman. Birlarda men birlarga ko'rdim, 1:30ga yaqin. Shu vaqtgacha qarab chiqdim. Bu yerda shu vaqtdagi shu Trumpning
tutuşu muqarrar bo'lgan. Şu vaqtda şu medialardan bir mediadan chiqib qaror berayotgan bo'lsa, şu vaqt Trump prezident bo'lib ketadi. Lekin Wisconsindan eng dastlabki chatoq chiqdi. Andikin soat 7larda men o'rnimdan turib shunda qarasam, Wisconsinni Biden tarafga o'tib ketdi degan narsa chiqdi-da. Endi keyin bu yerda bo'layotgan majrolarni ko'rsizlar. Bu yarim kechida soat 1:30 vaqtida bütün medialardan bo'ldi, buni to'xtatdik degan oldi. Yarim kecha soat 4da yana qo'pib ashadi bir muncha biletlar shu yerga qo'shib Bidenni ko'tarayotgan ahvol bo'ldi. Shundaqdimi? Bu yana 2 kunda davomlashdi mencha. Shu 5-islar, o deyman, 5-islar bo'lgan chaqda andikin men yana bir ko'rdim-ku, soat shu 12larda yana bir qarasam bu vaqtda yana shu Trumpning utush ehtimoli nihoyat cho'ng vaqti. Chunki shu vaqtda yana bir 3 cho'ng shtat qizil peti shu vaqtda 3-4 kunga tug'an. Andikin bu yer qanday bo'ldi deganda izonlar ko'rdinglar, buning tafsilotiga kirib ketmayman. Asta bu shtatlarma shu rangi ko'kirishga boshlab şunun bilan hozirgi ahvol bo'ldi-da endi. Buning bu yerda endi soxtalik ishlatgan taraflari bu yerda mencha endi mening shaxsiy fikrim bu yerda. Mening shaxsiy fikrimcha bu soxtchilik bu yerda. Andikin shu Trump degan hamma narsalar bu yerda bo'ldi. Lekin gapning meg'iz gapim nima deganda Trumpning utqanligi bir muqammar aniq narsa bo'ldi. Keyingi chiqqan ahvollar hamdalik Amerikada fraudulent deydi, stealing deydi, manufacturing deydi. Bu hamda nima deganlikda biletning ichidagi xatoliklar. Hamda bu yerda haqiqatan qonunlik nimasi bo'yicha qonun tushadigan nimasi bo'lamdi bu bilet yoki uni buzib yoki burumlab ismini o'zgartirganlar bo'lamdi degan narsa. Manufacturing degan shu biletni ishlab chiqarish degan gap. Bu oson gap emas. Uningdan qolsa yana o'lgan odamlarningmi ismlari chiqyapti degan gaplar chiqdi. Ishqi bu to'g'riliq nurg'un narsalar. Mushtaq ahvollar asli Biden efendim bunda vaqtida o'zini aldirab o'zini e'lon qilyapmaslik kerakdi. Endi bu yerda yana bir narsaga sizlar diqqat qilgan bo'lishinglar mumkin. Shu shanba kuni shu tushdan keyinroq deyman, shu vaqtida Biden shu vaqtida bir 264 bilet egallagan vaqt edi. Shu vaqtida Biden chiqib, men bugun kashflar o'zimni prezidentlikimni saylanganligimni jakalayman degan bir twist chiqqandan keyin Trump shu yerda o'tirami qilib, Trump agar sen bugun qildigan bo'lsang, mening mu jakalash haqqim bor degan gap chiqqanda bu yana bir kun to'xtadi. Bir kun to'xtalib, andikin dunyoning ahvoli qanday bo'ldi deganda, shu bir necha shtatlarning hammasini qo'ldaydi, ularni chaqirib etib, shuning bilan andikin Biden tunugun shu naiti, hamda prezidentdan gapdi. Naiti oldiroqchan. Hatta biletning nimasini jazmlashtirmagan ahvolda o'zini jakolib etdi deb prezident o'zi tunugun bir nimani bir bayonotni e'lon qildi. Buni jasorat balkim birdan turib chiqaramdik, ekranga hozir chiqarib baqsaqmi bo'ldi, shuning mazmuni. Ana turib chiqaramiz. Hozircha yuzaki bizga bergan ta'sirini qisqa so'zlab qo'ygandan keyin tafsilotiga sal turib o'tamiz yana. Abdurimjon. Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Endi bizningki chet eldagi vatan davarimiz deydigan bu davaning Xitoyga qarshi bizningki faoliyatlarimiz, siyosiy harakatlarimiz va Xitoyga qarshi hal qilg'uch bizningki tadbirimizning hal qilg'uch ochiqchi asosliq Amerikaga bog'liq deb bu shunda Amerika parash bo'lib kelayotqili bizga uzun zamondan ketilgandi. Vatandagi chaqdan boshlab aytsak, shaxsiy o'zimniki 30 yildan eshib ketgan bir vaqtdan buyon Amerikaga talpinib kelayotgan shu Kuvayt urushi, Kuvayt Iroq urushidan keyin asosiy Amerikaningki masalani hal qiladigan kuchga ega, ya'ni tadbir asosliq Amerikaning qo'lida ekan deydigan bir
ishonch botdi. Chet elga chiqqandan keyin texmi kuchlanib ketdi. Endi biz mana O'rta Osiyoga chiqqan chaqda O'rta Osiyodagi bizniki rahbarlarimiz, peshqadam siyosatchilarimizning o'zimi bizniki vatanning ozodlik masalasi asosli NATO bilan Amerikaga bog'liq deydigan bu shunday talpinish bor ekan. Keyin Germaniyaga kelgandan keyin haqiqatan shu Amerikaga bog'lanib ketgan Osiyodamiz zodi Amerika bizning masalamizni hal qiladi deb Amerikada ikki partiyaninki barligi ikki partiyadan qaysi hokimiyat beshiga chiqsa qandaq ish borgandan qat'iy nazar Amerika hal qiladi deydiganlar bir yoki satlacha, ya'ni satdicha desaylik bu gapning o'zi nima chiqib qoldi endi. Nima deymiz endi? Istiqiylik bir holda Amerika hal qildi deydiganlar bir qarash botdi. Keyin Amerika hal qilmagandan keyin qarab beqib, voy bu shu Demokratchilar partiyasi Xitoyparast deydigan bunday fikrlar chiqdi. Cumhuriyetçiler partiyasi o'qigan bo'lsa yaxshi bo'ldi deydigan gaplar chiqdi. Shunday qilib yurib, oxirida bu Cumhuriyetçilerdan Donald Trumpning o'zi 2016-yilda taxtga chiqqandan keyin toza yaxshi bir ta'sir bermagan dastlabda. Bu Xitoy bilan to'laroq bodi keldi qilib, noiti savdo to'xtamini cho'ng tuzib ma'lum vaqt bu tipish o'tib ketdi bu odamninki davrimi. 2018-yildan boshlab andan keyin Xitoyga ig'ir darajada boj qo'yish, savdo bejini Xitoyga tengish, Xitoyni savdo bejida jazolash degandek yangi o'ziniki savdo tartiblarini o'tirib qo'yish jarayonida andan keyin Xitoy bilan bu odam o'zi yomonlashib, arası texmi buzilib, bu oxiri berib Amerika Xitoy munosabatga berib taqidib, andan keyin bütün Yevropadagi, bütün dunyodagi Xitoydan manfaatlanayotgan nurg'ulg'an davlatlarning o'zining manfaatiga berib taqilib, bu shunday bir vaziyat shakllangandan keyin andan keyin Amerikada Uyg'ur masalasi asta-asta uyg'onib chiqib, buning o'zi bir Amerikaning hatto tashqi siyosatining bir qismiga, ya'ni Amerikaning Xitoy siyosatining bir qismiga aylandi desak bo'ldi 2018'lerin oxiridan boshlab. Endi 2019'ning oxiridan boshlab Amerikaning tashqi siyosatining bir qismiga kirib ketdi. Masalan, Amerikaning tashqi ishlar ministri Bag'aliyada Uyg'urni qo'llanma deb tashviqot elib bordi odam Mike Pompeo. Shunga o'xshash masalalarda bizga haqiqatan umid bag'ishladi. Uyg'ur qonuni ma'qulladi, haqiqatan nurg'ulg'an qonunlarni ma'qulladi. Endi bu qonunni Cumhuriyetçiler partiyasi emas, her ikki partiyaninki o'xshash ovoz bilan ma'qullatgan bo'lsa-mu, ammo asosli buni o'tirg'a quyayotganlarning o'zi ham tasdiqlagan prezidentning o'zi Cumhuriyetçilerdan bo'lib Donald Trump bo'lganligi uchun bizniki nurg'ulg'an umidlarimiz bu odamga bog'lanib ketib qoldi keyingi vaqtda. Shuning uchun endi bu qatim zodi Donald Trump tutdi, bu odam tutishi kerak deydigan bir radikal tushuncha kelib qoldik asosliq. Uyg'urlarning hammasi degideklar. Ama Amerikadagi bir qism Uyg'urlarning o'zi ziyoli, aktiv Uyg'urlarning o'zimi yoki Donald Trumpni toza yaxshi ko'rmaydigan Demokratchilar partiyasining kerak yaxshi ko'radigan bir odatlari borki, ammo umumyuzlik Uyg'urlarning o'zi shu Donald Trumpning o'zi bizning masalamizga yaxshi ko'ngil bo'ldi deydigan bir tushunchaga kelib qoldik. Shuning bilan bu odamni bu qatim yengib chiqdi, bu odam yengib chiqdi deb o'yladik. Ham raqobatchisining o'zi ham yoshdan bek cho'ngib ketgan bo'lg'achqa Amerikaliklar bu qiyirib ketgan odamga asos pek ovoz berib ketmaydi deydigan mundaq bir tahlilmi bordi. Chunki Germaniyada shu 4-5 hafta avval Amerikalik Germaniyaga yashayotgan Amerikaliklar, ba'zi Amerika elchixonasidagi Amerika Cumhuriyetçiler partiyasiningki siyosiy tahlilchilarini suhbatga taklif qilib, German axborotlari. Shuna bir fikrlashgan chaqdimi, hatto Demokratik partiyasiningki qo'llovchilarimi biz Donald Trumpni xohlamaymiz, ammo bizning kandidatimiz qayerga ketgan edi. Bərabər bunundan bizning Demokratik partiyaning kelgusi uchun yaxshi bir ta'sir bo'lmaydi bu odam o'tib chiqsa. Donald Trump yengib chiqsa-mu yaxshi emas Amerika xalqi uchun. Bu Joe Biden yengib chiqsa-mu bir puti go'yoq sanglab qolgan odam bu yaxshi emas deydigan shunday tushunchani o'tirib qo'yib bizni xili umidlantirib qo'yganda endi shu rasmiy
Donald Trump'ның өзіге немесе жоғары екен бұл қытым, Ahmet Baka бөлімді деп, ашына қарап қылған. Әнді бұл сайламның өзі де мәйлі алдамшылық işletken болсын, азырғы тәмді ашында аңлап көтіміз бұл. Андалы болмасын, әнді Donald Trump'ның ке, еліқе, Germançada vallo keledi, vekiller hem de o edip asaslık belet avaz sanım emas, hakkaysi ştatlardakin avaz ağan vekiller hesaplıken bu mesela 538 adam buluş gerekken şu 538 adamdan 270 adamla yerişse şu saylanan buladı ki. Ama Donald Trump'ın 3 gün avval 213 tutuyor. Başına olalı 213 toxtup koydu. Tünü gün keçte 214'te bir numarını koştu. Qağınığa Joe Biden'ın özüne muşundaq çık vekil kazandı dep ilan qıyğan ekan. Akşam men televizorun ücretli boldular bunda xabarını kömekinde. Vallahi. Endi menimce Amerikadaki bu Donald Trump'ны kollaydigan ya dünyanın qaç jayları kollaydiganlar belki melik televizorun çekip atqanda men şu akşam televizorunu öçürüp atqan petim açığın kelip bugün atgan beyazlar yasıp qarap baxsam yeni şu aşı tebriklep şu param Germaniyanın baş ministri tünügün saat 2'de tebriklep yüzün tebriknamasını ilan kıldı. Yani ofisiyel resmi tebriknamasını ilan kılıp Joe Biden'ın prezident 46. mudayım, 47. Prezident boğazını tebrikleyim. Biz Amerika, Germaniya ve Amerika, Avrupa ve Amerika dünya münasebetlerinin yaxşı qadam bilan mengishini arzu qilamiz degandek shunday gaplar bilan tabriklaydi odamni. Endi tashqi ishlar ministri o'zi azroq tabriklab yozibdi. Biz Amerika bilan Germaniyaning munosabatning bundagi yaxshi bo'lishini arzu qilamiz deb shunchalik tabriklayapti, ammo televizorga chiqib suhbatga qilibdiki, u suhbatda Baldur o Joe Biden'ni prezidentlik bilan tabriklashga hozircha Baldur to'g'ri deb. Bilganda eski adamning ifodasini ko'rsatmaydi televizorda. Shu Angela Merkel'deki yazma ifodasini takrorlab bir qancha qatim ko'rsatdi. Shuning bilan men mendekan ranjib ketib, televizorni ko'rmayotgandan yağı telefon o'ynab. Endi bu yerda meniki azroq bir mushadamda desam bo'lmamdi. Bir ko'rsatib bor. Bu yilqi biz endi Amerika baribir bizning davlatimiz emas. Amerika hükümeti bizim hükümetimiz emas. Fakat Donald Trump'ның özü bu qatim mush adamninki hamda reis prezidentlik davrida ma'lum qonunlar ma'qullanib ketganlikdan biz nayta hayajonlandik, bak xo'shib ketdik, suyundik. Hatto Donald Trump bizning vatanga bosib paxlanishib, mehmon qilaman deb shunday yezishib ketgan chaqsaqlarimiz bor. Demek endi bu Amerika xalqining birinchi bo'lib Amerika xalqining o'zining tanlashi eng oxirgi hisobda Amerika xalqi qanday tanlagan bo'lsa shu isbotlanib o'tirib chiqqan chig'ida bizmi andiki uning taqdiriga tan berishga to'g'ri keladi. To'g'ri. Donald Trumpning o'zi yengilib qilishi mumkin. Endi bu German mutaxassislar, siyosiy mutaxassislar, German Amerika ishlari mutaxassislari, tahlilchilar, analizchilar deyapti. Sotqa azqisimi buningki ehtimolligi intayin yo'q darajada hisob o'tiribdi. Bundaq saylam ishlarda sotqa azqilingan ishlar jiq bo'lgan. Ammo ovoz ko'pligi qaysi tarafga ketgan bo'lsa, uning ma'lum ixtikorlik ishlatilgan bo'lsa-mu, sotdan buningki qarshi tarafga ovozni elib berib bir ishlarning bo'lishi ehtimol bak tuvan ish degan shu narsalarni fikrini olib suryapti. Germanlar o Amerikaning Cumhuriyetçiler Partisi azaldan o'sh. Azaldan degan gapni men azaldan degan gapni men qarshi azaldan degan chaqda 97-yil men Germaniyaga kelib 98-99 az bo'lib bir Germancha gapni tushunigidek bo'lgandan boshlaganida vaziyatlarni men qarab ketdim, ammo Germaniyaning qaysi partiyasi hokimiyat qilishga chiqsin, Amerikaning Cumhuriyetçiler Partisining hokimiyat qilishga chiqishini bular xohlamaydi. Munosabat yaxshi emas. Demokratchilar bilan yaxshi o'tadi. Cumhuriyetçiler hokimiyat qilishga chiqqandan keyin ular bilan chamqurib pishmaydi bu Germaniyaning partiya siyosatchilarining. Tamam. Xo'sh, endi mushunday ahvollarda bular hamda mayli
bu Donald Trump sotda utup qilish ehtimoli bo'lish bo'lmasligini men pek tushunib ketmayman. Ama Germanlarninki analizçiler baribir Amerikan Cumhuriyetçi Partisiga qarshi bir iqimdagilar bo'lgandan keyin ular Demokrat Partisi qo'llagan bo'lgandan keyin albatta bular o'zining ko'z qarashini o'tirib qo'yish haqqi bor endi. Donald Trumpning sotda yengib chiqish ehtimolligi baktuva yo'q masala deb albatta uni propaganda qilib o'tirib qo'yalaydi endi. Men bu şey deb turay hozircha. Rahmat. Bayanda to'liqqa ama Abdurrahimjon dedi ama arz ishida yengish ahvolni aytdi, hozir shuradigan ahvol dedi. Mening esimda qilishicha 2000-yilga deyman shu kichik Bush bilan Al Gore ikkisi tushgan chog'da mushta ahvol bir bo'lgan deyman, bir az qilib asli Al Gore'niki erishgan bileti yuqurgan to'q sotga az qilgandan keyin Bush'niki ortiq chiqib qayta sanash natijasida prezidentlik Bush'ga berilgan shunday bir ahvol bor deyman. Shunday bir ahvol bor, lekin u vaqtdagi ahvolmi yana hozirga o'xshamaydi. U vaqtda bir shtatga markazlashgan Floridada bo'lgancha, Floridada yerda eng oxiri kelib bir 500 necha biletning ichidan chataq chiqib bo'lgan ish. Hozirgi ma'vu nayt cho'ng ko'lamlik. Buni agar tekshirib saldigan bo'lsa, endi menmo bir qonunchi emas. Men qonunning ijir-bijirlarini toza bilib ketmayman, lekin qonundan xeyli xabarim bor bu yerda. Chu, endi Amerikada qonun boshqaradigan davlat. Uni hammamiz ko'rib turdik. Bu yerda bir prezident bo'lgan Donald Trump'mi o'zining shu burun o'ttirib qo'ygan, hatto paktlar bilan pash qilganlarning hech qaysini bir taraf qilgan yeri yo'q. Shundaymi? Buning sababi nima deganda qonundan ashtaq rasmiyatlar o'tkazish, shu qonundan sen jinoyat ekansan, emaskan degan gaplar bo'lmagan. Masalan, Hillary Clinton alayli, Mullin alayli, shu nimaniki FBI'niki ashlardan tortib shundaq nimalarni ko'chlab chiqqan, hatto shunda paktlarni ko'rsatgan. Ko'rsatgan holatda bu bo'lmaganning sababi nima? Qonun eng oxiri buni tanishib ketdi. Nima uchun endi Abdurrahimjon bilan sal o'xshamaydigan yerim bor. Umuman hammasi to'liq fikr endi bu yerda bu sotda chiqish ehtimolining qandayligini bu yerda ehtimolga kelgan chog'da buni kichik degil bo'lmaydi hozirgi ahvolda. Chu hozir abay men deb o'tgandek bu Amerika degan qonun boshqaradigan yer. Qonun kelgan chog'da faktning kichik cho'nligiga qarab ketmaydi. Hatto ishada bir 10 odamni topa oladigan bo'lsalar, 10 odamni ko'rsatadigan bo'lsa, bu yerda shu sotdan balkim senin kampanyang mushundaq ishlarni qildi deb shu sotchi shu qo'lda tutib olganligini misol to'ng'idi qo'ydi, ashada bir qaror berib o'tish ehtimolimi bor bu yerda. U ehtimolni kichik degan olmaydi. Bu yerda hozir bo'layotgan gaplar-ku, bu yerda bo'layotgan gaplar nima deganda cho'ng ko'lamlik sistemalik bir partiyaning andiki ideyaning shu Joe Bidenning orqada turib, mushni sistemlik yurgizdi degan gaplar bo'lyapti. Bu gaplarni Donald Trump, prezident Donald Trump shu davatqaniga necha oy bo'ldi buni. Bir kun, tunugun bir kun degan gap emas, buni davatqani xeyli bo'ldi. Demak, ma'vu Cumhuriyet Partiyasi yani Trump kampanyasının bunun tayyorliqli bor degan gap. Uning ustiga sizlar bayqadinglarmikin hamda hozir major medialar qaraydigan bo'lsak bor-ku, bu yana shu bias deymiz, bias deganimiz nimasi bir tarafdan ko'z qarashni bias deymiz adamlar. Bir tarafdan bo'lib to'g'ri, bir tarafdan bo'lib shu tashviqot qonunlariga nihoyat aniq hozir. Hamda tunugungi ahvolni oldigan bo'lsak, ma'vu Rudy Giuliani var o. Rudy Giuliani Pennsylvania'nı merkezleştirip aşağıda bir 50 tek adamni aşağıda muşundak özleri muşundak hatalıqның bağlılığını ispatçı olup özleri aldığı çıktı. O yerda 20 neçisi bol diye biz şu Ali sotçu meyli ne yapasınlar sotunu aldığı biz bualık vermeyiz dedi. Bu 50 tek adamın şu vazifesi nima deganda shu birlash sanash maydonda shu birlash sanashni kuzatishga sotdan belgilagan odamlar. Buni lekin shu sot birlash sanaydigan yerlarga yaqinlashtirmabdi. U yerda men chiqib degan gap emas yoki bir skopi bunday ish bo'ldi deganlik emas. Agar 50 odam shuni isbotlaydigan bo'lsa, bu cho'ng ko'lamli bir fraud deydi, election fraud degan narsani isbotlashdi degan. Shuning uchun bu
Rudy Giuliani degan mundaq adam emas. U degan o'zi bir sotchi, qonunchi, New Yorkda shahar boshlig'i bo'lgan-ku adam. Shahar boshlig'i bo'lgan andiki New Yorkdagi binoning portlash vaqasida shu vaqtlarda cho'ng rolni o'ynagan, shu vaqtda danq chiqib ketgan cho'ng bir advokat. Uningdan hamda mush demokratik kampaniyalar nayt qo'rqidi bu odamdan. Shu nurg'un narsadan. Bu odam ashada o'zini chiqmadi, bu adash bir guruh odamni nima qilib, orqaga qatorasiga 5 ni tizib qo'yib, ular bir-birlab ashada guvoh berdi. Mana men turman, meni mashtaq qildi. Meni ashada kirgizmadi, meni bilet nima qilmadi, meni ishtirib etdi degandek. Bu shuning o'xshash nurg'un hozir hamda ularni qonundan nima deyaptim, qonundan haqiqatan nima deb isbotlamaguncha uni albatta men bu pok delamayman uni. Lekin men bu to'g'ri qo'ya olmayman shular degan gapdan. Bu oshkorlangan narsa. Manga diqqat qilaylik. Bu oshkorlanayotgan narsa. Oshkorlanmagan Cumhuriyet Partiyaning abay men deb o'tgandek necha vaqtni yog'i Muşu to'g'riliq diyorlarni to'playotganiga xili bo'ldi bu. Chunki u necha oydan burun davatgan mushtaq ishlar bo'lib qasqandaq qilmaymiz deganni mencha endi cho'ng Prezident Trumpning kampanyani buning planlari bor. Bugunga qadar qarab baksam medialarda hatta nimani tasdiqot qilyapti deganda Trump concede deydi-ku, endi qabul qildi Trump concede qildigan direktlarni badi andikin bir qism manbalarning deyishcha degan tashviqotlarni qilyapti. Men major bu endi bu tashviqotlar haqiqatan bakla kulkili hamda oldi bilan hozir lekin Trump o'zining og'zidan chiqayotgan, o'zining yozgan tweetidan, o'zining bayonotlariga qaraydigan bo'lsak, u hech qanday bo'shaydigan pozitsiyani bildirmadi. Mangu nima dedi, ya'ni mangu bo'ysunmayman dedi. Ham bunida aldı bilan şu natija nereden chiqdi deganga bir qarab baqaylik qarindoshlar. Bu har bir shtatniki masalan butun biletni sanab bo'lib, umumiy natija chiqqandiki e'lon qilindimi va yoki bu medianing qarorinimi? Buni bir ko'raylik aldı bilan. Tunugun men necha kun oyog'i shu 3-shtadan boshlab diqqat qilib kelgan qarsam baya to'g'liqqan deganga o'xshash. Trump'niki 213 ni mixlab qo'ydi-da. Mixlanib qoldi. Mao Biden'ninki qarsam 100 nechadan 200 ba'zilari 264 deb mixlab qo'ydi. Yana ba'zilari 253 deb mixlab qo'ydi. Aytavur buniki 100 nechadan 1 kecha, 2 kecha, hatta 3 kecha o'rlab 260 qo'yib to'xtab qoldi. Anadagi bir necha shtatda nayt 10%, 5% sanalmagan bilet qolgan vaqtda bir gün hatta 2 gün mıhtek tutaylık salla özgermedi de 9%. Aşınçılık ahvalda hem de vay Xudayım bu xeli devri sürdüğün oxşay dep ettigini tünögün kesdi bir televizorum ben bu Abdülhamidcan oxşaş televizor qaraş rayım bağmaydıgan bulup qalğanda üçürü ötüp keşti bir qarap baqay çöp özgürüş var mıken desem her taraftan eşek amarap ketipti de hayran kaldım bu Maylıqı Demokratik Partiyanın eşek partiyası dedik. Eşekken olan nasıl mı oldu? Hem ya eşek yamarap tuttu da o nim oldu bu çoğun kandan 4-5 nasam hemisi eşek yamarap atıdı. Bu kanda gepti de nuqsan bir çağda bizden derizden sırtıda salyotlar partlap ketdi de salyot eti oturdu. Lan Nurgiyadagi eşeklerin partlap ketdi de qarasam. Şuningdek bu Nurgiyadagi televiziyasi nim deydiganda deb bassam bulamo resmi eşekte kamera atdı endi. Vallahi nima ish bo'lganda bu qaraganda oxirgi natija chiqqan o'xshaydi dedim de. Bo'lmasa bizning Nuriklar odatda yeyib turadigan haqda bu hech sababsiz yeyib turadigan haqda masalan diktorlari televiziya so'zlaganda odatda az 12 sant ichilib turadi, yeyib yaqildi bular. O kuni qarsam 24 sant ichilibdi, qulqiga yetibdi-da og'ziga. 80 kişinin hamma ko'rinib turdi. Allah nima bo'lgandi bu deb. Shuni daral bir nimizda paqayman, Amerikada manba izlab paqay. Qaraganda bütün shtatlarniki statistikasi tugab, ya'ni bilet sanash tugab, oxirgi natijani e'lon qilgan o'xshaydi deb qarab, Amerikadagi to'g'liqqan tilg'agan Rudy Giuliani, ya'ni bu Prezident Trumpniki advokati. Buniki bir videosunu ko'rib qoldim-da, ko'rib qolib hayron qoldim. Buni birga ko'raylik qarindoshlar.
Anladıyken gipim devam kılma. That was already made for Joe Biden. The poll? The call. It was called for Joe Biden. Why do you think Because they don't decide the election. The call for Joe Biden isn't. What was it called by? All the networks. Oh my goodness, all the networks. Wow. All the networks. We have to forget about the law. Judges don't count. All the networks thought Biden was going to win by 10%. Gee, what happened? Come on, don't be ridiculous. Networks don't get to decide elections. Courts do. Bununla dikkat kısana kıyırınlaşışla bu netice kanda çıktı degenge cevap çıkılıyor. Yani Rudy Giuliani bayağı toğlukkam degende kendine 50 ispatçının 20'sini edip naq meydanda Philadelphia'da naq meydan muhbirlarını kütülüş jığını çıktı da aşağıda. Bu yerda hazır ağotun işekçilerinki muhbiri sordu. Bu bütün dünya etiraf kılsa sen demişki anlamay kaldın degende ben bilmey kaptım o dedi Rudy Giuliani. Bu nereden kim kol kıldı yani kim elan kıldı bunu degende medya qarap hamma medya elan qılatandı degende Giuliani aynı ketdi o kendiga. Ha! Medya elan kıldı mı? O acayip çoğuşuptu. Dep bulup anadaki kapağın Türk dedi ki bu işini medya bir taraf kılmaydı onun neticesini medya elan kılmaydı onun neticesini sotla elan kıladı dedi. Yani demekçi bu yerde bu adamdaki gipe qarab mening bilganim bo'ldi deganda bu yani hamma shtatlardagi bilan sanashlardagi tugamagan ahvolasida medialar keyin aqtirib baqsam kim e'lon qilibdi deganda oldi bilan CNN bizning Turab akamizning ashaddiy dushmani CNN e'lon qilibdi. Ya'ni Pensilvaniyada hozir 20 biletga erishdi Biden. Hem de o umumiy bilet sanash ahvoldan qaraganda o Trump'ninki yani onu da ishib ketish ehtimoli yo'q debla CNN e'lon qilibdi-ku buni. Ya'ni muboraklaymiz debla shuni oqidillar CBC, NBC, Amerikadagi nimalar uningga qo'shilib Al Jazeera, bizningki Norvegiyaning eshaklari hamsi sayrab ketgan gapkanda. Mandaq ahvolga dedim. Shu chaqda bildim. Ya'ni bu Amerikadagi bütün shtatlarning o'rtaq qarori emaskan, ya'ni hamma biletni sanab bo'lgandan keyin ofisial, ya'ni hukumat tarafdan e'lon qilingan bir natija emaskan bu hozirgacha. Buga yakshanba-ku. Hozirgacha bu Amerika hukumat taraf, ya'ni prezident saylimi komiteti bo'lsin va yoki bütün shtatlarning statusi tugab e'lon qilingan natija emaskan. Ya'ni buning inovati yo'q, qonuniy inovati yo'q. Andan keyin buningga aram so'g'anlar eshakning boshlig'i u efendim chiqiblar Amerika xalqiga rahmat. Men Xudoyim buyursa hammanglarni ittifoqlashtirma. Men eshaklarning emas, bütün Amerikaliklarning pilnikimi prezidenti bo'laman. Ya'ni o Republikan Cumhuriyetçilerin pil deydi ekan-ku. Eshak bilan pilning prezidenti bo'laman debdi. Ya'ni o'zi hech kimninki bir ruxsatini olmay turib medianinki mush gipi bilanla bu odam chiqib o'zini jakolib aytgan gap. Men prezident bo'ldim deb. Anadan keyinla bizning Turab akamiz bir nima e'lon qildi, ya'ni o'zining ko'z qarashini e'lon qildi. Bu vaqtda to'g'liqqan o'zining to'g'ri betida bir narsa e'lon qilsa, shu prezident Trumpninki o'sha haqidagi bayonotini sen tarjima qilib qo'yibsan. Ashuning mazmunini qisqacha deb beramsan? Bo'ldi, ekranga chiqarg'ini olamda. Chiqarg'il bo'ldi. Sen chiqarg'ichi men mani tonishtirib bu noyabrning 7-kuni tunugun shu Biden o'zini prezident bo'ldim deb e'lon qilib qo'ygandan keyin hamda orqadan Trump Twitter'larga, Facebook'larga bir nima saptı ekan, ularni o'chirayotgandan keyin o'zi mishada chiqib shu bayonotni o'zi rasmiy yozib qo'l qo'yib ayaga chiqarib qo'yibdi. Buningki qani chiqsin tushundiray. Hamda bu yerda chiqqach yana gapimni qilaveray. Gapim qilaman ko'stimi. Bu yerda hamda Biden efendimninki aldiraqsanlik qilganligi aniq bu yerda. U bir. Endiki yana birisi
bu adam buyruq orqali qilayotganligi aniq. Mening shaxsiy fikrimcha. Buni Rudy Giuliani ochiq dedi edi. Abayqa jasorat chiqargan videoning oldida bir yerda bor u yerda. Mushu Pennsylvania shtatida bir adam bor dedi. Bu hammasi deydi, hammamiz bilet sanash o'rinlari deydi. Shu odamninki buyruq ish qildi dedi-da. Bunun o'zi bir qonunsizlik. Amerikaning asos qonuniga xiloflik qilingan ishlar ishkanda. Shu yerda o Giuliani'ning deganda bu yerda bu Pennsylvania'da mushu ish Hem de o elbette şu tarafta olgandaki elbette bu bizim kolumuzda paket var. Hemmisini kortga sunup bunun tutmazdaydı. Bu iş bolgandan bu narsaning cho'ng ko'lamdagi hatta Amerikaning 30 shtatida mushta ahvollar bor bo'lganligi tutish qilmazdaydi. Shularni isbotlagan. Endi keyin deydi butun shu narsa eng oxiri berib shu alomaqdan boshqa yo'l yo'q degan gaplarni qildi. Nayt qattiq gap qildi. Bu odat advokatlar o çıkıp undaq bir yakunlarni chiqarmaydi. Misal advokatlik o'qigan qarindoshlar bo'lishi mumkin. Advokatlar odat degan gapini degan u yoqqa bursin bo'ldi, bu yoqqa bursin bo'ldi. Mundaq shaklda deydi, bizga o'xshash mundaq demaydi. Chunki biz u jihatlarda xatolashmaymiz. Biz qonun o'qimagan, nim bo'lganligi o'zimizning shaxsiy fikrimizni davrimiz, lekin advokatlar shunday yalagan nayt diqqat qildi. Lekin Trump'ning advokatlari bu yerda gap qilayotgan chog'da nayt keskin gap qilyapti. Bugungi yana bir xabar qaraydigan bo'lsak, men uni chiqarib qo'ydim. Meningki Facebook pejim kirib qaraysizlar. Ayada Tony'da nima? Tony ismi yo'q. Trump'ningki shu ishxonasizdagi yana bir advokat bor. U chiqib rasmiy so'zlab, uni shuning o'xshash, hatto undan qattiqroq gaplarni qildi. Demak, qo'limizda paket bor degan gaplarni qilyapti. Shu bu yerda. Shuning uchun bu yerda Joe Biden hamda u odamning qandaqligini men bu yerda deb tushmayman. Men birsini bir haqoratlaydigan nimam yo'q. Hamda uning ish cho'ng bo'lib qolganligi, hamda o'zi bir gaplarni qila olmaydiganligi, shundaymi o'zining planining yo'qligi, hamda keyin boshqalarningki yezib bergan narsalarni o'qishdan boshqa hatto o'qigan chog'da xatolashadigan hatta o'zining nimaga saylanayotganligini dalamaydigan, farq etmaydigan o'zi prezident saylanayotsa bu yerda men senator saylanayapman degan narsa chiqib ularni ko'rganmikin o'qimadim, lekin mening anglashimcha bunday narsalar Biden'ni tushirgan narsalar medialarda az tarqaldi. Sizlar ko'rdinglarmi, o'qimadim. Men ko'rdim hamda ularni hamda mushundaq adam qandaq bo'ldi, menga qandaq prezident bo'ldi degan bir savolni qo'yib, bu qat'iy bo'lmaydi degan bir prezident bo'lgan odam xalqning oldida joq-joq eg'iz gapini qila oladigan, xalqni bir qoyil qila oladigan, bir rahbarlik rolini o'ynay oladigan. Undan hamda bu yerda xalqning og'zi qarab qoladigan ahvol bo'lsa, u vaqtida ish chatoq bu. Bu davlat o'zining ish chatoqchu. Chiqmayapti-ku bu, chiqdimi ya? Ya, ben küstüm oldum onu. Endi men müşahede bir Şuna tushuntirib yani tushuntirmayman, o'tib ketaveribman. Ana aslida prezident nayt qattiq gaplarni qildi-ku. Buningda nima deganda, birinchi nuqtasi nima deganda, Joe Biden oldirab ketib qoldi dedi. Deb andikin nima dedi deganda, andikin buni hech qanday shtat jazmlashtirgan yeri yo'q degan. Jazmlashtirish nima deganda, abay jasorat sanzoq deb o'tib ketdim. Bu her bir shtatdan electoral college'ni o'tib bo'lgandan keyin uni jazmlashtirish bir jarayon bor. Jazmlashtirish degan nima deganda, shu shtatlardan ma'ni haqiqatan saylandi, belgilandi degan bir jazmlashtirish jarayoni. Bu jazmlashtirish jarayoni borku, shu balkim kelajaqga surilib ketish mumkin bu yoqda. Endi surilib ketgan ahvol qanday bo'ldi deganda, u Amerikada 50 necha shtat bor, 51 shtat bor. Uning uchun agar ikkisi borku, jazmlashtirilmaydigan ahvol bo'lsa qanday bo'ldi deganda, bu ikki Prezident Trump bo'lamdi yoki Joe Biden efendim bo'lamdi, hech qaysining bileti 272 yetmay qilib
Bularning hech qaysining ma prezident bo'lish salohiyati yo'q bo'lgan ahvolim bo'lib qoldi. Mana murakkab jarayon-ku bu. Bu yerda bu jazmlashtirish nima bo'libdi degan gap emas. Jazmlashtirishning o'zi mana aytib murakkab narsa. Chunki Amerika Mao degan sitting president, bu o'rindiq president. O'rindiq president bo'lgandan keyin har bir shtatida o'zining ishlarini bijirdigan, ish bijirguchi deydi. Legislative var Trump'ın kolda. Gerçi bir ştatninki hükümrani, governors belki demokratik ya ki Cumhuriyet Parti bo'lganda, lekin Amerika'nın prezidentning huquqi nima deganda shu har bir shtatdagi shu nima lieutenant governor deymiz o şunun legislative branch'ini boshqurdi. Bu legislative vaqtida murakkab chizgan yer nima deganda, masalan, shu hozir talash tortish bo'layotgan shtatlarni olaylik, Pennsylvania'ni olaylik, andikin Wisconsinni olaylik, Georgia'ni olaylik. Shu ikki shtatninki chiqib jazmlashtirmaydigan bo'lsa, o texnik murakkab tushdi degan gap. Uning bir bosqichlar bo'ldi, uni azroq aqtirdim, keyin men tushundirma. Bu agar President Trump bugün kadar concede bo'lmadi. Bo'lmadi. Yani e'tirof qilmadi yani uni. Trump'ninki qachon options var deganda ta 1-oyning 20 kuni 1-oyning 20-si rasmiy inauguration daygacha men qabul qilmayman deydigan haqqi bor. Hech qanday sababsiz men qabul qilmayman deydigan. Endi agar u vaqt surilib ketgan bo'lsa, bu ish texmi shu bir xil nima bo'ldi. Shuning uchun hozir men o'zimning gap emas, bizning Cumhuriyet Partiyasininki davatqanichu bu ish endi boshlandi deyapti. This is the start. This is the start of our campaign deyapti. Demak, bularning hammasini o'lchalab bo'ldik degan gap. Tamam. Bu şey bilan bir azroq savolim bor. Hozrat bulamdi. Endi bu avatiyag'i to'g'liqdan dedi, elki beletni tekshirdigan komitetlarga nazorat qiladigan qonun odamlari 50 nafar odamlarni keltirgan deb. Endi bu saylam komitetini kimlar boshqardi Amerikada? Shu belet tekshirdigan ishlarni, ondan keyin kelgan beletlarning o'zini ratlab araydigan shu ishlarga bu mas'uldan qanday bir idora mas'uldi, uning hukumat. Mesela Donald Trump hükümet hazır. Bu hükümet belgelemde o adamını ya konmaydı. Partiyesiz demokratik müdahale tarafından belgelemde o ya ki iki partiyanın adamları okşaş mesulluğu bu işi tekşirende bu kanda oldu bu işler. Bu iş ne Abdurrahimcan? Bu hukukunu şu ştatlar bölüverken. Bu hazır icralı şunundan bu çıkan. Bu mu bir nayeti bir sistemin ki Amerika'nın demokratik sisteminin bir özelliği ki bu mesela Trump oturup aşağıda eşlanı başkuralaydıgan halatga kelib qoldigan bo'lsa, o elbette hammasini mana kirpon berib mana biletni to'g'rilab deb ketalaydi da. Lekin bu governorlar bilayotgandan keyin masalan Pennsylvania degan demokratik shtat bu. Bu vaqtdan shuningdek chiqqan. Gavana'nın ayada hukuk oldu. Gavana şu nimelerindeki sayılan kayıtlarındaki ma'lum maddelerini öz belgelerleydi. Yani bu nima oldu deganda bu da arz sundu-ku, Pennsylvania'da arz sunup biz mailing in nima ballot deydi-ku. Mailing in ballot degan bazı shtatlar degan oktyabirning boshlari boshlab ketgan o'zlari o'qib. Masalan, Abdurrahimjon shu xuddi siz o'zingizga ma'lumingiz kelar, voy mani qilaversanlar bo'ldi, bir oy burun qilinglar degandek-ku, u bir buyruqni berayotgan degan hammasi shu mailingni sevitdi. Bo'lmasa, Xitoy buyruqni yuqib qolsa, u yerga Bama maydonga deb biletlarni taq. Endi ashadimi bir chataq chiqyapti-ku. Endi shu konvertlarni kimlarga taqatdi? Eşi nesler inir emas hazır. Kimler taqatdi? O şeyde to'g'liqqa sen Ma'lumingizki hamma bu odamlarning hammasiga taqatdingizmi? Ya ma'lumingizki bir to'plam odamni to'plab ekib olib, sizlar ma malda saylamgacha bizga yordam qilinglar deb turib qildingizmi? Uni uqmaymiz. Men bir misol qilyapman Abdurrahimjon. Hargiz tallik emas. Men oddiy misol bilan keltirib, o governorlar ashtaq ishlarni qildimi? Yo'q. U tek pakit emas. Lekin sotqu sunulyapti. Ashtaq narsalar tepildi degan gap chiqyapti. Bir masalani men bir şey deb qo'yay, boshqa yoqqa ketib qo'yman deb. Wisconsin shtati-ku, avay deb qo'yibdi. 8 mingda nima chiqqan. Hozir deymiz to'g'liqqa masalada bir savol so'rab olay. Sen
bilet taşıdın sen qanday şekilde taşıdın sen poçtadan avatdingmi yoki naq maydonga berib to'shqizdingmi uni? Ben 2 gün burun President Trump men biletim taşıvatdı deb çıkkandan keyin men yugurib berip badım ama bizning mavillerde biz turgan mahallede hech qanday undaq nima bo'lmadi, nayt yaxshi bo'ldi deyapti. Ya sen qanday taşıdın sen shu naq maydonga berib taşıdingmi, poçtadan avatdingmi? Naq maydonga bordim, naq maydonga bordim. Naq maydonga borganda sen kirganda, masalan, eshikdan kirguncha sening kimligingni tekshirib, rasmingni ko'rib, selishtirib kirgizdimi yo ko'mildimi? Albatta, meniki şu driver's license'ni andaki mening tizimim bor aşağıda. Ya şu kimligingni ko'rdimas, rasmingni ko'rib, sen shuni emas tekshirdimi? Kimligimni hamma narsani ko'rib, shu hatto savollarni so'rab, andiki qo'limga bunda bir folderni bor, folderning ichida nimani taqitib, endi necha nimadan o'tib, andiki eng oxiri o'zim berib, endi mishadi shu ang'uchi degan net chiqarib o'tib, to'xtama ko'zim boshqacha o'qib ketib, hadi boshqasining ismini qo'yatmaydi. Necha savollarni so'rab, andiki mashinaga soldim, andiki shu yerdan ketdi. U degan Eşi diyen naytı muvaffakken dedim. Çünkü ben eşe nakmeyden bu mailing in diyen eşi naytı hatalıkka bir iş nim kılgan. Şunun hazır mı bizim partiye şununla naytı nim kuatıdı. Ben seni sorgunum. 50 neçe ispatçıdan başka ama özleri ispat verirken bir kısım adamlar mesela başka ştatlarda sizlerden ştat yaxşı qıptı. Nurgun ştatlarda işikten kirgiçe ismin nima oldu deb so'rabdi. Onun öz ağzı bilen ispat belgelerden aldım ben köydüm bugün. İsmini depti soraplar depte qaraplar tizimlikte ama ismin baki depte kir depti kimlik mi kömepti resim mi tekşürmepti işini mi tekşürmepti fakatla ismim mesela cesaretin do qarap bakan sen ismim kirel dep kiripti. Kiripla o biletini appla taşıyıp yutipla çıkıptı. Hiç kimlik tekşürmepti yani. Mesela bizden Norvegia'da bu daim sayılan bolganda bekçen bula. Çokum ya driving license yani şoförlük pravan yoki pasportыңni ko'tarib, rasmingni da qarab turib, xuddi sen chegirdan kirganda saqchilar tekshirgan o'xshash, rasming bilan chiroyingni selishtirib ko'rib, andan keyin bir tamg'i urdi, qog'ozingga andan keyin kirib, bilet tashlay olaysan. Ammo bu qatim nihoyatda afsus, Amerikaning nurg'un shtatlarida aniq 10 odamning ashta degandan oldim men. Hech kimni tekshirmay kirib qaysi shtatlardan? Mesela Janubiy Koreyaga Arizonada ishlar bo'libdi, Nevadada ishlar bo'libdi, bir narsa ishlar. Anadaki men Abdurahimjon baya bu kontrol sistemi qandaq dedi shtatlarda. Mening bilishimda har bir shtatda ikki partiyaning hatto bir nechta partiyaning vakillari bor emasmi? Qoidada shu ikki partiyaniki vakillari u biletni tekshirish maydoniga kirib ikki taraf turdi ekanda, sharani ikki taraf turdi ekan. Birsi biletni elib bunda ko'rsatdi ekan. Götürüp ikki partiya ko'rsatdi ekan. Ko'rsatib ikki partiya to'g'ri ma o innovativ biletga palani birsiga tashlabdi. Innovativga degandan keyin mashinaga tiqadi ekan. Sanaydiganga. Ammo bu qatim masalan Pensilvaniya eng cho'ng g'avg'o bo'lgan Pensilvaniyada nurg'un odamlarni masalan bo'libmi Republican va Cumhuriyetchilar partiyasiniki shu bilet kontrol qiluvchilarni naq maydonga kirgizmagan ahvol nihoyatda ig'irga. Ham masalan ularni chiqarib o'tgandan sirt bu demokratiyalarni istagan qolibdi. Demokratiya partiyasining kuzatuvchilarini ishiga kirgizibdi. Cumhuriyetchilarni chiqarib o'tdi. Hatta derizning sirtidan ko'rib qolmasin deb, derizning sirtini yo'g'on oq taxta bilan mixlab o'tgan gap. U ko'rinishlar bor. Lazım olsun Twitter jiraqliq qilib qo'ygan. Men endi bir ishni qistirib qo'yamda abay sen degan endi bu saylanni qanday ilib berish, shu shtat bilan shtat o'xshamaydi-ku. Agar Arizonada shtat qilsalar bo'ladi degan qonun bo'lgan bo'lsa, endi Allohning albatta bizning yo'lliq deydi-da, chunki qonun shu. Agar Arizona shtatiningki jazman qoidasi bo'ldi endi. O qoidalarni men ko'rmadim tehi. Agar shu qoidalarning ichida sen jazman o'zingninki kimligingni tekshirgizib, endikin kirib bilet tashlaysa degan qonun bo'lgan bo'lsa, shu 10 odam bor, 10 odam degan o'zi paket. Mana biz buni ko'rdik, ma'lum qilamiz degan ashlar hozir ashlarni surishtiryapti. Abay Rudy Giuliani'nikini gapini dedim-ku abayda. Bu 30 necha shtatda bo'layotgan ahvol deydi.
30 net shtatda bo'layotgan bu sistemalik bir odamning buyrug'i orqali bo'layotdi degan narsani chiqyapti. Bu yomon cho'ng bir fraudulent case. Ondan başqa hamda hozir yana bir misolni ko'rsatib o'tamiz. Şöyle Nixon vaqtida Sudarvoz vaqasi degan bir vaqa bo'lgan-ku. Faqat nima deganda bizga nisbatan aytganchada hech emas ekan-ku oldi. Faqat nima deganda bir partiyaning nimasiga ularningki ma'lumotni o'g'irlash uchun bir nima sep qo'ygan yeri bor ekan. Shuningdan odam qilib qoldi-ku. Resign bo'lib ketdi-ku. Shundanmi? U hozir shu narsalarni deyapti. Trump o'zi necha qitim dedi. Necha qitim dedi-ku, o'shada bizningki partiyaning shu nimalarini, informatsiyonlarini o'g'irlagan ahvollar bizning qo'limizda pokit bor deb necha qitim dedi. Bu ma'lumotlarni ko'maymiz hozir medialarda ko'maymiz. Agar Trumpning gapini boshdan oxiri anglaydigan bo'lsak, u yomon jiq gap qilibdi-ku, hamda jiqaroq gap qilayotgan odam bu. Hamda uni bilamiz. Lekin shu gaplarning qurlarini anglaydigan bo'lsa, shunday gaplarni xeli bo'ldi deyotgan. Bu bir kunlik ish emas. Mushlarni yana hozir qaytadan ta'kidlab shu gaplarni naq maydonga o'tirib qo'yapti. Bu nihoyatda bir muhim ish. Shuning uchun men yana shu gapni deyman. Trump tutdu. Tamam inşallah. To'g'liqqa va arliqda bir isbotni ko'rsatmoqchi, isbot belgisini sen bo'lsa, yuzingga oftob tushirayotgan deriz bor-ku. Shu derizning o pardasini tortib atma, oftоб yuzingga tushib, seni jindak ko'rsatdi bizga. Men hozir o bo'ldi, endi bo'ldi. Men bir isbotni ko'rsataman hozir. 12 ovozi were counted for Democrats that were meant for Republicans, causing a 6,000 vote swing against our candidates. The county clerk came forward and said tabulating software glitched and caused a miscalculation of the votes. Since then, we have now discovered that 47 counties use this same software in the same capacity. Antrim County had to hand count all of the ballots, and these counties that use this software need to closely examine their results for similar discrepancies. The people of Michigan deserve a transparent and open process. Bununda bu Michigan'daki Michigan ştatındaki Cumhuriyetçiler Partisi'ndeki vekili ki bu. O bir ispat verdi. Dedi ki o bedatlarni tekshirib o'tkazgandan keyin bir mashinaga tiqqandan keyin mashina sanaydi ekanda uni. Ya'ni Trumpga turib apandiga berdimi, Baydenga deb. Bu jarayonda bir odam bir xatolikni bayqab qilib, buni ma'lum qilibdi-da, qandan keyin tekshirsa, Trump hakamizga berilgan 6000 ovozni nihoyat aniq yozilgan Trump deb tursa, u mashina kontrol sanaydigan mashina, kompyuter uni Baydenga hisoblab o'tibdi. 6000 ovozni. Mao shu shtat Michigan shtatidagi va Cumhuriyetçiler Partisi'ndeki vekili bunu ispat qildi. Buni arz qilgandan keyin Michigan shtatidagi governor, ya'ni hukumat tarafidagi saylov komitetidagilar buni e'tirof qildi. Bu haqiqatan xato bo'lgan. Dastlab dedi, bu kompyuterning xatoligidan bo'lgan dedi. Andan keyin yana o'zgardi bular, o'zgardi. Bu odamlarniki shu ishni mashg'ulot jarayonidagi xatoligidan bo'lganki degan bir narsani deb turib oldi-da. Undan boshqa eng chong ziddiyat bo'layotgan Pensilvaniya shtatida 21 mingdan ortiq o'lgan odam bilet tashlabdi. 21 mingdan ortiq o'lgan odam. Ya'ni 1820-yil tug'ilgan odamlar bilet tashlabdi. Ya'ni mushu abay tug'ilgan dedi, bu pochta orqali bilet avatish nihoyatda xatoliklarni keltirib chiqadi deb, mushu yo'lchiqdan foydalanib o'lgan odamlarning nomida, hatto bu shtatda yo'q, boshqa shtatdagi odamlarning nomida bilet tashlagan ahvollar nihoyatda yig'ibga. Undan boshqa bugungi bir xabar qarasam, bir demokratik eshakni qo'llaydigan partiyaniki bir a'zosi nimaga ishlayotganda qayerlik qaraydigan sanatoriyada.
u yerda ko'pincha 80-90 oshgan sal aqlni yo'qitib qo'ygan, mangan turg'un tutgan qo'yg'ini bilmaydigan, birsi yo'lab obuniga kirib qo'ymish, o'rniga chiqirdigan ashunda yashanganlar ekanda, shular qaraydi ekan bu. Bular ne xat o'qiy oladi ekan, ne nim bo'lganini bilmaydi ekanda, ashularning betini oldiga akilib, ashuni qo'lini tutib turib, Biden degan yerga imzo qo'yg'izib, qo'lini tutib turib imzoni atqizib, qolganlardan necha mingga bor ekan. Buni isbotlaydigan birisi vijdoni ko'tarmay o'tirib chiqibdi ya'ni. Mushunda isbotchilar bo'lyapti-da. Shunlashqa hozirgacha bo'lgan ahvol nima deganda qarindoshlar, bu hozirgi natija e'lon qilingan natija, abi biz degandek faqatla CNN boshliq Turab akimizga vahshiy o'sh medianinki e'lon qilgan natijasi. Ya'ni bu qandaqdir shtatlarning oxirgi hamma bidatlarni sanab bo'lib, umumiy natija chiqdi deb e'lon qilgan bir saylam komitetining natijasi emas. Hozirgacha bu ahvol shu. Ammo o Biden apandi bek aldirib ketgachga abay to'g'liqam dedi-ku, Turab akimiz debdi, Biden apandi bek aldirib ketdi. O'zingni yangichi deb e'lon qilishga haqiqatan aldirib ketdi. Hamda Trump Turab akimiz tarafdan nima deydi? Bular sudga arz qildi. Dushanba kuni boshlab sud ko'rishaylik dedi. Ya'ni ertadan boshlab sud ko'rishmoqchi bular. Ya'ni abay biz ko'rsatgan videoda Rudy Giuliani'ning keyinda 20 odam turdi, isbotchi, ular men buni ko'rsatmadim, to'g'ri ko'rib olsanglar bo'ldi bu videoni. Eng az 50 isbotchi hozir. 50. Bular o'tirib chiqqanlar ekan. Rudyning deyishicha bular o'tirib chiqqanlar ekan. Ya'ni ba'zida tahdid kelibdi, qaysi kuni birsi bir Xitoyga u Amerika tug'ilgan Xitoyga ammo Schmidt deydi-ki, Schmidt yangi bizning ekan bu. Michigan shtatida nima ishlaydi ekanda bu? Shunaqa bilet sanaydiganlarning qatorida bor ekan bu. Uning depagida nihoyat kulkilik ish. Bular oqshimiz berib, soat 8 dan boshlab ertaga soat 3gacha bilet sanabdi. Sanab bu yerda 10 necha shira bor ekanda, 10 necha shira sanaydi ekan, u kuni jami bular sanagan bilet 7000 biletga u yerda. To'xtamay sanab sanig'ini soat 3gacha 7000 bilet bo'ldi. Aşağıda ishdan tushsanglar bo'ldi degichi boshlig'i bizga 7000 biletni sanadik debdi. Shuninglar uyinglar ketib, soat necha deb 7 debdi, falan vaqt tikilsizlar debdi. Shunlar bugun uyga berib, toza uyqusi kelmay, uyga kelgandan keyin to'g'rida e'lon qilindi ekan emasmi, sanalgan biletlar. Uyga kirib o'zininki shu sanagan bilet sanagan o'rninki natijasini ko'rib boqay, neslik bo'lganda 7000 mi deb bunda qarasa 130 ming degan sonni ko'rib aylanib ketibdi. Ya'ni bu shu uygacha kelib 1 soat ichida 130 ming bilet sanilib bo'ptimish. Hala 10 net shiradikilar o'tirib, ara 7000 dan sanabdi net soat ichida, ammo uyga kelib kompyuterni ichib tekshirguncha bo'lgan 1 soat ichida 130 ming bilet sanilib bo'lgan gap. Buning hammasi Bidenga berilgan ovoz kelgan. Ya moshining o'zida bu balki nihoyat cho'ng bir qo'yimchilikning borligi chiqib turdi bu yerda, qarindoshlar. Ammo bu Xitoy o'tirib chiqarmabdi, desab chiqibdi ekan. Dajiyan deydigan balki New Tang Dynasty TV deydigan, Shintaran TV deydigan bizning bor. Bu intervyu qilganda bu degan naq maydonda, ammo 2 kundan chiqarmabdi. Nima deganda buni o'lim bilan tahdid qilibdi. Demakki Rudy dedi, mening kenimda 20 var, jami isbot beradigan 50 odam, ammo o'zini ko'ztanmayotgan, ya'ni tahdid sababidan o'zini ko'ztanmayotgan nurg'un isbotchilar bor dedi. Ammo ular sudga isbot berdi dedi. Ya'ni hozir bugun mega chiqib o'zini ko'ztib, men palani deyolmagan bilan sudga isbot berdi ular dedi. Ya'ni nurg'un odam bakanda isbot beradigan. Shunga hozir bilirish tegishli ish nima deganda qarindoshlar, bu faqatla medianinki e'lon qilgan natijasi, erta boshlab sudda nima ishlar bo'ladi, bu muhim. Shunga buni diqqat qilishimiz kerak. Endi bir ish Abdurimjon sendan so'rag'im keldi. Adash bu Germaniyaning gapini dedim, men Norvegiyaga eshakdan tas tushunmadim. Bu nimishqa Turab akimizga o kadar o'shib ketdi, ammo Yevropada umumyuzlik mustabir ahvol bor. Umumyuzlik desak bo'ldi. Bu Turab akimiz endi nima qildi? Shu qadarcha odamni xafa qildi. Bo'libmi Yevropaliklarda
asasen şu Trump'a karşı bir vaziyet badek tesir berdi bana. Sence bu Avrupalıklar neymiş koşup ketkendi bu Trump hakkımızda? Endi ABM meniki gepimning orasida ozroq deb o'tib ketgan, endi shuni sharhlab endi bu asosli Yevropa deganda Yevropa degan chig'imizda Yevropaniki yadrosi davlatlar shu Angliya, Germaniya, Fransiya andikin ularni yana ozroq ishkilab bilmasak Avstriya ma kichik bir davlat. İtalya katılık şu 6-7 devlet Avrupa'nın asaslı menisi yani jüriye Avrupa'nı tutturdular. Yani mavi Amerika'nınki fakat Donald Trump'la karşılık emez bu Avrupalıklarınki. Amerikan Cumhuriyeti Partisi'ni halamaydık yapılar. Bunların karşılık kandak bir ziddiyetninki balığını hemen tekşürüp bulanmadı mı? Yabancı materyal koyulgaçken birinin aksın birisi imansızlık işte. Endi qaraysan, ikinci yılı Bush'ның o'ziga qarata ama Germaniyaning shu chog'dagi bosh ministrniki va qonun ministrniki degan gaplar bor ekan. Ig'ir darajada qo'pol gaplar bor ekan. Ham 2003-yili Iroq Amerika urushidan keyin Germaniyaning shu vaqtdagi qonun ministri, qonunchilik adliya ministrniki aytgan bir so'zi bor ekan. Bu Bush'ning o'zi Gitlerga o'xshash diktator deb Gitlerga o'xshatib aytgan bir so'zi bor ekan. Şu çağdaki baş minister Gerhard Schröder'in özümü Bush'un özüge cık gelki narazılık fikrini oturup koyup bu kadar saylamda yani 2004 yıllık saylamda Bush'un özü yenip çıkamaydı bu çünkü Afganistan'da Irak'ta oturuş şerifte cık kalayım kançık keltirip çıkardı. Hem Amerika'nın yakşı idare kıp bulamadı. Bu kadar bulup mu Bush'un özü saylamda yenip çıkamaydı diyen fikrini özünün partiya yığınlarında cıp oturup koygan kağıdı. Andikin bu Bush'un özü 2004 yılı 11. ayının 2. günü 3. günü resmi ikinci katemlik saylamda yenip çıkkandan Gerhard Schröder'in özü Amerika atlayıktan berip onun da biz Germaniyalı Amerika'nın münasebetini yaxşılaylı degandeyken o Bush'un özü cevap vermeptik ya onun. Cevap vermey hatta Aksaray'a bulma kımmığını tasdik kılıp şunçik derecede muamele kılıp kaytırıcıya bu adamını. Yani bu Avrupa'nınki asaslık köpüncü devletlerde bir devlette hükümet teşkil etse 2-3 Türk partiyalı birleşip varan hükümet teşkilatlarından buldu. Bunun içinde köpüncüsü Sosyal Demokratlar Partisi'nin avazı köprek buldu. Bu da o andaki bu Avrupa'nın rehberleri bulup hakimiyet peşindeki partiyalarındaki mevkisi Amerika'nın Cumhuriyetçi Partisi'ni halamaydı ki Amerika'nın demokratik bir partiyanın ki hakimiyet peşindeki çıkışını bekerek teşebbüs kılıydı ki bunların bir globalizm deydiğin nemede mevkide birlikçileriydi ki şu asıl kıldı. Andaki meselelerini sözlüyen demokratiya degan bilan siyaset bilan ma'lum masalalarni ayirib o'tish, iqtisodiy muomala bilan inson haqlari masalalarini ayirib o'tish deganga o'xshash bularning bir uşaq prinsiplar bo'ladi ekan. Unda bo'lgandan keyin bu Amerikaningki Demokratlar Partiyasi bilan mavqesi bir qadar uyg'unlashga o'xshaydi bularniki ideologiya jihatdan. Andaki prinsiplardimi yaqinligi yuqori ekan. Obama prezident bo'lgan chaqda Germaniya shunda qo'llab olqishlab ketdi. 8 yil shunchalik olqishladi Obamani. Donald Trumpning o'ziga kelgan chaqimizda bu odam Yevropaga ig'ir besim keltiryapti. Yevropada besim keltirishda birisi Xitoyga qarata savdo bejini ig'irlatdi. Andikin Xitoyga qarata Yevropa davlatlarining ma'lum savdo nimalarida diqqat qilishga majburladi. Andikin Yevropa davlatlariga savdo
NATO'ga to'laydigan Yevropa davlatlarida Germaniya, Fransiya, Italiya bir 6-7 davlat de NATO Amerika merkezlik NATO askerleri turdiki muşlağı birden xarajatını östürüş kerak deb 2019 yılı 1. ayda Londonda bir yığın açқан çağda şu vaqtda NATO yığın açқан. Bularga ig'ir darajada iqtisodiy olvon seliq aldı Yevropa davlatlariga. Bu asosliq bu chiqimni to'laydiganlar shu Germaniya, Fransiya, Italiya, Avstriya qatorliq shu davlatlar bir qancha davlat to'laydi ekan, uni jiqroq chiqim to'laydi ekan. Bunda bo'lgandan keyin bular endi iqtisodiy manfaat jihatda bu Donald Trump bilan chiqisholmayotgan chog'ning o'zida bu Xitoy bilan bo'lgan munosabat andan keyin Xitoyniki bu virusni qo'yib turish uchun hozir Yevropaning iqtisodiy falashib ketgan edi. Bu ig'ir iqtisodiy vayronchilikni qanday hal qilamiz degan chog'da endi globalizmni asliga keltirib butun dunyoni iqtisod bilan siyosatni ayirib o'tish, iqtisod bilan ma'lum inson haqlari, kishilik huquq, balam pustan degan narsalarni ayirib o'tish sistemi bo'yicha iqtisodiy masalani birinchi o'ringa qo'yish kerak deydigan bu nuqtada Donald Trump o'zi bularning yo'liga taqishib turayotgan bir dushman kuch aylanib qolgandan keyin dushmanligi mushu taraflardan yomon kuchli. Yetakchining aytgan chog'da Cumhuriyetçiler, Amerikaning Cumhuriyetçi Partiyasini bular qo'llamaydi. O'z otidagi Bush hukumatiga boshqami shunchaki ta'tir muomala qilib kelganki bular. Yaxshi nima munosabatda bo'lmoq. Tamam. Endi qarindoshlar, biz eshak pil deb qoldik. Bu qandaqdir demokratik partiyani eshak o'xshatganlik emas, ularniki simvoli eshakka, ya'ni Amerikada eshak bilan pil deydi ekan. Shunga shu ma'noda dedik, hargiz bu demokratiyani eshak deb tilama degan bir ma'no berib qolsin, xato tushunmanglar qarindoshlar. Men demokratik partiyaga o'ch birsa emas, men bilan aloqasi yo'q. Ammo faqatla ularning simvoli eshak o'g'ashqa eshak dedik, ularni pil dedik, tamam. To'g'ri tushunasizlar. Endi bu Trump hakimizdeki mijaziga kelsak, bu Amerikada bunda ahvol bo'lib boqmagan Amerika tarixida prezidentlardan hech qaysi media bilan bu qadar dushmanlashib qolmagan. Hozir endi bu Trump hakimiz ya mijozning o'salligidanmi biza chusroq odam bu endi. Gepi qo'shaq markaz qiqib o'tadigan, ba'zida minikras deb turib oldigan, ba'zida yüzga mediadagilarni sen degan fake news, sen degan saxtipasa, yolg'on xabar tarqatuvchi deb yüzga deydigan mushtarishlar jiq ko'rildi. Shuningdek, Amerikada 92% media qarashganda bu odamga. Endi bu cho'ng medialardan birla Fox News batdi. Qo'llaydigan bu odamni bu qatim ma'u saylamda ma'at afsus u Fox News'ni yüzü örüp ketdi. Demek ki hozir bir Newsmax deydigan bir to'rda taqdigan bir news netpaki shu qo'llab qoldi hozirgacha. Undan boshqa biz biladigan ma'u Facebook, Twitter deganlarniki hammasi asosan ma'u Trump hakimizniki xabarlarni to'sibli qilyapti-da, blok qilib zodi. Masalan, o'tganda senatniki so'roq qildi u ishqisini sen kim berdi sana bu huquqni bir prezidentniki so'zlarini to'sib qo'ydiganni huquqni desa o'zini aqlab birman dedi, ammo bu bir amaliyot. Trump hakimiz mijozi o'salmi yoki johilligidanmi aytavur, jiq odamni xop qilib qo'ygan bir yeri bor. Endi mushaqda sizlarmi birman his qildinglar deb o'ylayman, bu Trumpning mijozi zodi o'salmi qandaq? Ben bu to'g'riliq azroq gap qilay. Endi Trump'ninki oq ko'rinishi u bir siyosatchi emas, o'zini uzundan beri shu gaplarni deb turdi. U bir tijoratchi. Ba'zi bir ishlar bo'lib, dastlabda bu prezidentlikni boshlagan chog'da endi bu ishlarga kelganda bu shu hukumatning ichidagi o'zining gap bo'yicha swamp deydi-ku. Sazlıqni men yo'qdiman deb birinchi kuni shu inaugurationda shu vaqtda degan. Shu gapining o'zila shu Demokratik partiyani emasmi, shu Cumhuriyet partiyaning shu cho'ng rahbarini shu vaqtda nihoyat qattiq ranjitib o'tgan. U deganligi shu Capitol Hill o'tag'anlar hammasi shu chirib ketgan bir sistemga, chirib ketgan bir sazliqning ichidagi sisiqchilar deganlikda.
Әнеге şu vaqtda bu media qarta Trump'ninki göz qaraşı bu yaqında paydo bo'lgan göz qarash emas. Bu Trump'ni men xili obdan bilaman. Şu 30 yıldan burun men Amerikaga kelgan chaqda buning ismi bordi. Şu vaqtlarda bu chiqib ashada mushun hozirgi o'xshash gaplarni qiladi. Shu Xitoyni tillab Amerikani yo'qotyapti, Amerikaning manfaatini setyapti, andaq deb kelyapti-da. Men u vaqtda Demokrat partiya, Demokrat partiya ben üçtüm bu adam biraz kalsın. Bu nimanda gap qilganda bu adam. Bu hech qanday odamni ko'zga ilmaydi ki. Uning qilayotgan gaplari ba'zida nima turqidim gaplamdi bir tijorat yo'g'anlik ashtaq bo'ladi deb. Endi keyin bu asta shuning to'g'ri chiqdi-da, shuning davatqanlari 30 yildan burun davatqanlari hammasi to'g'ri chiqyapti. 30 yildan burun ma Amerikaning ahvoli va Xitoyning ahvoli degan o iqtisodiy ahvoli yer osmon farqi vaqtida. Hamda ashurni eng oxir berib shu demokratik partiyalarning shu Clinton deymiz, Obamalar shu 20 yil jarayonida butunlay Xitoyning dunyodagi ikkinchi bir iqtisodiyot ikkinchi kuchli bir davlat olib qo'ydi. Shu Xitoyning o'z vaqtidagi raislari Amerikaga kelgan chaqda Bushning bir oq qorasida bir kavab qilganini butun dunyoga tashviq qilib shunda faxrlanadigan bir ahvolda da vaqtda Amerikaga ketdim. Hemen hozirgi ahvollarni o'zinglar ko'rdinglar. Xitoyning shu bu mening davatgan gaplarim emasmi? Shu Trump prezident bo'lishdan burun shu butun dunyodagi medialar shu vaqtlarda nimani deb yurgandi deganda Xitoyning iqtisodi 2019-yili Amerikadan ish bitdi degan gaplar. Trump chiqib bularning hammasini o'zgartib ketdi. Amerikaning iqtisodi ko'tarilib, shu bo'libmi bu 2,5 yil jarayonida 3 yil jarayonda shundoq ko'tarilib, Xitoyning iqtisodi ba'agan sirg'i keyiniga yondigan ishlar. Buning bilan ziyon tatqanlar kimlar? Ziyon tatqanlar shu tijoratlari Xitoy bilan munosabatlik. Tijoratlari globalizm bilan munosabatlik. Havo o'ngshash, environmental muhit asrash işleri bilen şug'ullanadigan. Endi ma'lum fan texnikaning ma'lum sohalari, masalan şu internet teknolojimiz deymiz, information technology jihatlar, bular hammasi ziyon tortgan bo'ldi. Medialarning gapiga kelsak-chi, media shunday ahvol bo'ldi. Mediani men abaydapidan Trump 30 yildan burun shu vaqtlardan boshlabda shu fake media deganni unchalik ochiq demasmi, shu asosan shu mazmun qarab menayotgandi. Uningki media qanday bo'lib ketdi deganda asta medialarni shu cho'ng shu abay deb o'tganda cho'ng tijoratlar bor-ku, shular hammasining Xitoy bilan munosabati bor. Nima uchun deganda bular xaridorlari oyadagi 1 milliard 400 ming ayarda mallarni sotadigan bozori bor. Shular bilan munosabat ekan. Demak, Trumpning ranjitib qo'yganlari odatdagi xalq emas. Faqat nima deganda yuqori qatlamdiki. Bu yuqori qatlamning ichida hatto shu Cumhuriyet Partiyaninki yuqori nimalar bor. George W. Bush var o, Kichik Bush. Kichik Bush'ma shu demokratik partiyani qaraydi. Uni asi deb qaraydi. Cumhuriyet Partiyaninki uni asi deb. Endi Mitt Romney deganma ashtaq ishlarni qildi. Bo'lmasa degan bular Cumhuriyet Partiyaning cho'ng qatnashchilari bo'lgandiki, aslida Trump tarafı bo'lib Cumhuriyet Partiyaning qo'llisi bo'ldi. Keyin ular undaq qilmadi. Endi bularning albatta oqidan egishilgan odamlari bor. Şu orqali yuqori qatlamdagilarni ranjitdi. Endi yana bir narsaga diqqat qilaylik, qarindoshlar. Yana bir narsa nima deganda, Demokratik partiyaning a'zolarining soni Cumhuriyet Partiyaning a'zolarining sonidan yuqori. Hozir bugungi nimaga qaraydigan bo'lsak, men bugun demayman, endi bir haftadan burun men qarab baqadigan bo'lsam, Demokratiya partiyaninki a'zolari 45 millionga. 45 milyon. Partiyalarninki 35 milyonga. Shuningga qarabma, shu vaqtlarda ideyalar balki shu demokratik partiyalarning hammasi shuni qo'llasimi Biden chataq yo'q o'tib chiqdi degan. Lekin hozirgi o'zgarish boshqacha bo'lyapti. Hozir Trumpning deganda 5 milyonga yaqin
shu nima a'zolarni ko'paytirdi Cumhuriyetçi partiya. Lekin demokratik partiyalarning ko'paytganning soni unchalik emasga. Ko'paytirmagan bo'lishi mumkin, hatto azaygan bo'lishi mumkin. Demak, mushuning o'zi nimani isbotlaydi deganda Trumpni xalq uch ko'maydi. Faqat yuqori qatlamdagi ABQ degandek medialar bir odamni kunda tillayversa, fake news deb dersa, masalan jasorat mushuni alayli agar senim agar fake news jigiltirsam buni yaxshi ko'rmaydigan bo'lsa. Odam bizning nimamiz nima deb yasagan. Mening bir kichkinim qol, men buni yaxshi ko'rmaydigan, meni tillab deb turamdi. Buni bo'lmaydi unda. Shunda ahvollar bo'lgandan keyin Şunun ahvallar olgandan keyin xuddi mushu medialarning o'zining qilayotgan tashviqotimi, xuddi butun media degan nima degan hozir major medialarni alaylik. Major media degan hozir A tarafda. Lekin endi ushaq medialarninki masalan sen bilan bizning ichvaganlarimizda yanada Trump tarafdagilar ko'p. Hozirmi shunda ashlar chiqib qoldi. Lekin major medialarda sen bilan biz so'zlarni balkim chiqarmaydi. Biz bir yere çıkıp Biden'ı maqtab çıkargan bolsak, bu ertugünden başlap bizning Radio Free Asia mı, Radio Fake Asia deyli, Radio A Fake Asia mı, belki bizni çıkarıp aşağı mala Biden'ı maqtab atıdı deyişi mümkün. Ben bu şinçilik bir misalını alayım. Niçin aşağı oldu degan de şu addi bir nuqtani aytgan chaqda shuni o'shkir. Lekin xalq o'shkirmaydi. Bu xalqning o'shkirmaydiganligini eng oxirgi 2 kunda 2-3 kunning ichida President Trump'ning qilgan kampanyalarını ko'ramiz. Men bu yerda buni ham nima qilib yetmayman. Buni ham balki meninglar eng oxirgi kuni Obama bilan Biden ikkisi chiqqanda vaqo jiq bo'lsa 40 tak odam ashada angladi. Shu. Bu Obama chiqib shu 1000 so'zlab aslidagi chavaq-chavaqatganlar hammasi o'zining odamlari o'dab o'xshayki amaliyotda buning qarshi qilayotgan odamlarning 1000 bor. Shuni bilan gapini oxiri tugitib, u yerda Joe Bidenning ismini bir hurmatlamayaq chaqirmadi. Joe Biden deb vaqirdi. Mushu ovozim bilan vaqirdi. Endi uni xuddi ko'zga ilmagandek shunday qilib vaqirganda yo'qolib ketibdi. Yo'qolib ketgandek endi uni uqib olmaydim. Shunday ahvoldagilar endi mening bu mening shaxsiy ko'z qarashim bor, ammo men shu ko'z qarashda turaman. Bu Bidenga bilet tashlaganlar Trump'a üçgügenlikten bu adam. Üçgügenlikten degan abayqanda abay yuqori qatlamdagi aqlar üçgürdü, endikina demokratik partiyaning ichidagi mutlaq ko'p qismlar ular bu mediaga qaramaydi, hech qanday narsa qaramaydi. Bu deb biz degan demokratik partiya biz shuni Joe Biden sayıldık, mayli Toko olamdı, Cho'laq olamdı, yana birdan bo'lamdi saylab yurimiz deydi. Shular bilan bu atlangan. Lekin hozirgi mas'ulamniki sonli statistik ma'lumotlari tek oxirlashmadi ku. Bu qetim masalan Joe Biden'ninki asos qo'llovchilari deb qaralgan qartalliklar. Millatda Mavi Cumhuriyet Partiyalarınca qiraq bo'ldi. İspanlıqlarmı Cumhuriyet Partiya taraf tutdi. Mesela Florida'ni tutib bergan Kubalıqlar. Ular endi Spanish deydi ku, ular nima Hispanikni qatori. Shunday ahvollarda demak shuning uchun men endi gapimning qisqasi nima deganda u Trumpni o'shkirdiganlar yanada unchalik ko'p emas. Tamam. To'g'liqqa arliqda kamerani bishini baqa ko'tarayotgan kichik qo'ldakli ko'rinib qolsa, sen bishini pasaytib qo'ygan. Mau Emza bo'ldi, emza. Nima? Emza pas qila. Pasma. Emza ko'tar, emza. Yo'q, pasga. Qarshisi qilma. Ha. Bo'lmadi. Ya pas qila emza, yani bishing chiqmadi. Emza ko'tar, emza. Ko'taraymi, tushaymi? Ya pasga kameraning bishini pas qila. Ha, palla. Ham bo'ldi. Ham bo'ldimi? Sen chiqaroq o'tdi, beshinglash qilyotdi. Birinchi navbatda savolga hamda bu Trump haqqimizdagi mijozi, ba'zi og'zishtik odamlar, mijoz o'sal odamlar bilib bilmay o'ziga dushman tiklab oladiki,
bu adam bazı to'liqqan deganga bir gap qo'shilma va bu qatimki saylamda bir adam saylamga tushgandek his qilma. Turabning yaxshi tarafi, Turabning nachar tarafi. Ya'ni Turabning qo'llovchilar va Turabga o'sh o'g'an odamlar. Mushlarni bilan tashlayotgandek his qildim. Bu Bayden degan odam hayron qilsa bu o'zining nada turganligini bilmaydi ekan hech qatim. Kaliforniyada turibmiz, nada Pensilvaniyadami deb so'ragan yerlar bor. Andan keyin men Kamila Harrisniki xotini bilan nima deydi bir deb Kamila Harrisning xotini degan yerlar bor. Andan keyin men prezidentlik emas, bu senatorlikqa tarash qo'shdim degan yerlar bor. Onun ustiga hayron qolganlik yeri bu Trumpningki oxirgi Xitoy virusini saqlab chiqqandan keyin bir kunda 4-5 yerga berib, har borgan yerda necha 10 ming odam, 30-40 ming, hatto uningdan ko'p. Shu qadar ko'p odamning naq maydon vaqirab, chaqirib qo'llayotganligini ko'rdik. Baydenninki qarasang odam yo'q. 10-20 odam. Andan keyin bir nechaga berib qo'yiblar, kirib yarasini yuborib yetib oldi bu odam. Ham tarixda bundaq o'ngda yetib prezident saylangan odamni ko'rmaganmiz Amerikaning tarixida. Endi mushundan chaqadan boshlab o'tdi. Bu qatimki saylangan Trump o'zi tushdi yolg'iz. Trumpni yaxshi ko'ruvchilar bilan Trumpga 3 odamlar bilan tashlayotdi deydi. Qo'shilamsiz sen bunga? Yaxshi ko'rganlar Trumpga tashlaydi, 3 odamlar Baydenga tashlayotgan gapmi? Shu. Shunda bo'ldi hamda shu asosliq siyosatni biladiganlar o o'zi saylagan odamninki nemi ish qildiganligini o'ylab qildiganlar ancha bek jiqilmaydi bir davlat deganda. O Amerikada 330 millionga yaqin odam bor bir davlat, shuning hozirgi nimada 160 million odam qatnashdi deb o saylangan yomon jiq gapni qildi-ku. Endi bularning ichida bu kasibi o 15-20 million odam o'ziniki nima ish qilayotganliginiki oqibatini bilib qiladigan-da. Ondan boshqa o millionlagan, 100 millionlagan odamlar qarab qo'yib o'zining hisobiga ish qildi. Bizniki Uyg'ur qarindoshlarimizning o'zida hozirgi shu masalada ba'zan qo'yib zodi Trumpning o'zi shu chiqish kerak deb qattiq turadi, to'g'rilikdan bu o'xshashlar. Men shu uchtida deb turibdi. Ba'zanlar qo'yib Baydenning o'zini haqoratlab mengatdi, o'ziniki siyosiy ketganlikdan shu oyoq ko'chada qanday ham tillab qo'yadi hozir. Endi oxirgi natijada balkim Bayden chiqishi mumkin. Bayden chiqib qolsa-mu, endi ma ko'chadagi tillab yurganlardan o'chib tushmaydi. Endi bundan qo'rqib ketib qolganlar bor masalan. Baydenning o'zini haqoratlasang bo'lmaydi, tillamanglar deb bundaq qotganlar bor. Ammo haliqi bizning bayrog'imizni ko'tarib turib, chiqib bayonot e'lon qilib, ingliz tillab turib, Bayden sen aqchi ko'kchi deb. Bunda qilsa, bu vaqtdan bo'lmaydi. Bizning bayroqni ko'tarib turib chiqib qilsa. Yana birisi andan keyin tashkilotlarning rahbarlari bak diqqat qilish kerak. O'zining tashkiliy o'rnidagi salohiyati bilan turib, fikrlarni ifodalashga diqqat qilish lozim asosli. Bo'lib, inglizcha fikrini bayon qilishda bunga diqqat qilish kerak. Endi bu asosliq deganimda qara, saylam deganda shu o'zi o'sh yoki o'zi umroq odamni tanlaydi. Mutlaq, ya'ni avom xalqninki ko'z qarashi. Shunday bo'ldi endi bu saylam deganda. Har qachon shunday bo'ldi. Dunyoning har qanday yerda, mana Germaniyadami 2014-yili AfD deb yangi bir partiya qurildi. Germaniya uchun eng uyg'un yo'l degan mazmunni bildirdi. Bularninki xarakteri natsist, millatchi bular, radikal. Ularning o'ziga nemish qiziq ovoz yelkatdi desam, 2007-yil, 2008-yil yaqinda qurilgan partiya bu. 2014-yili Germaniyada ba'zi o'lkalarda 25%gacha ovozga erishdi. Ya'ni 0%dan boshlab 25%gacha ovozga erishdi. Nima qilsang, hozirgi hukumat beshidagi partiyalar, koalitsion hukumatlar bir qancha 3 partiyani tarkib topgan hukumat bularning o'zi Suriyalik ko'chmanlarni bakchi qabul qilyapti. Milyonlagan ko'chmanlar Germaniyaga kelib ketgandan keyin ham shularga qarshilik bildirish yuzasidan sallarga bergan ovozimiz natsistlarga ketsin, radikal partiyaga ketsin deb shu AfD degan partiyaga ovozni eng yuqoriga chiqarib qo'ydi hozir bu xalq. Bu hokimiyat beshidagilarga o'sh qilganlikdan bo'ldi.
endi avam xalq degandan keyin ashuna narsaga endi sangim yo'q, mangim yo'q deyman degan bir bo'ladi-ku bizning Uyg'urlardan banda ishlar. Şu siyaset işi, hissiyat begrek aralashishlik ya buni adam o'zimizdagi odamlik salohiyatimiz bilan uni to'g'ri tushunishimizga to'g'ri keldi. Ammo biz Uyg'urlar ya Amerikalik emas, deganda, ya Yevropalik emas, baribir Uyg'ur. Bizning vatanimiz boshqa. Qanday yaşasak shu vatanimizning manfaati uchun, millatimizning manfaati uchun so'zlaymiz, shuning manfaati uchun, vatanninki manfaati uchun dushmanimiz Xitoyga qarshi bir qilchilik ish bo'lsa qilsak degan shuni birinchi o'ringa qo'yamiz. Unda bo'lgan ekan biz endi ba'zi hissiyotlarimizni kontrol qilish majburiyatimizda ilqibak. Endi ishni deb bo'lmaydi. Hozirda shu alg'imga kammidan sen olib ketmadimi? İşini dep oğlamaydı. Biden çıkıp oylamagan yerden bu qeyirqagan adam kalırsa başka çügülep gitip kalıp Xitayga karşı bir işlerini kırpık deyiveremdi o. Yani oğlamaydı bunu. Ben oylamayım, onda qarmayım herkes. Ben onda qarmayım. Misqal diyen çağda Obama'nın özü prezident vaxtıda bu adam muavin prezident olup şu vaxtdaki nurgun işlerini birlik qilgan. Obama bilen birlik qilgan adam. Allah'ın 4 yıl öttü, endi çıkıplar. Biz hakikaten Xitayni aytılap Uyg'urlarni aytib zo'n sevattanlar deb o'zi partiya xarakteri bo'yicha degan bilan endi prezident bo'lgan chaqning o'zida qanday muomala qilganligini uni bu odamninki o'tganki 8 yillik davri isbotlab bo'lgan aslida siyosatga aralashgan chaqda qaysi taraf turganligini isbotlab bo'lgan. Ammo endi biz o adamga norozilik bildirib, xafa bo'lib, sen prezident bo'lishga loyiq emas, sen prezident bo'lib qolsang Xitoy parasi qilsa deb ketganimizga bir o'chilib ish qilmaydi endi bu cho'ng davlatning rahbarlari. Shunday bo'lsa, bizniki hissiyotini ma'lum jihatdan bo'lib tashkilot rahbarlari bunga diqqat qilishni men tavsiya qilmayman. Bunu yozdim, o'zimning Facebook sahifamga yozib chiqarib qo'ydim. Ammo men Bidenning o'zini qo'llayotgan kuchlar kim o deb onu resimini chapab qo'ydim. Men Bidenning o'zini Yevropa qo'llaydi, Yevropadagi o'ngchilar qo'llaydi, Yevropadagi sotsialistlar qo'llaydi, kommunistlar qo'llaydi. Mushundaq kuchlarning o'zi hatto Xitoymi orzu qiladi deb mushu mazmunda o'zimning ifodani bildirib qo'ydim. Ammo men alayda bir konkret binasi olmagandan keyin o'zimning shaxsiy hissiyotim bilan buni ifoda bildirdim. Cesaret memşehde işkin noktada doğruluk azrak bir fikrim var. Birisi müşolik marketim saylamның vağı. Mas sanlılık cihetteki farkçı bu buruntu bulup gelgen ahval. Şununla qeyrindaşlarına dikkat kılışını öyle çok. Bir yerde bu Demokratik Partiya olamdı, Cumhuriyet Partiya olamdı. Muşu bir neçe qitim saylam jarayonida İgiz pes farkları çoğun emas qaranglar. Bulup mu prezident saylam kelgan chaqda abay jasarat sen mi deb o'tding? Aşı Algo bilan Bush tushgan chaqdami? Shu ara bir 5-600 Brahman bilatning dirish bilan bo'lgan. Undan keyin ashtaq ahvollar yuzlaganda ulqi nayti cho'ng. Hatto shu Obama tutgan chaqdami shuna qarab baqadigan bo'lsa, yana bir qancha shtatlar hal qilayotgan. Endi Trump tutgan chaqdami ashtaq ahvollar, bir qancha shtatlarni mushu hozirgi mushunda bir qancha shtatlar bir necha kun ichida rangini aylantirib qilayotgandek birisi bo'ldi. Endi u ma'lum haqlar qaraganda ma'lum Süzunupta anik andaqka bu demokratiya partiya bilan bularning qo'llig'ining farqi yomon cho'qmi kelgan o undaq ahvol emas bu. Amaliyotda bu Amerikani ikki partiya boshqardi. Abdurahimjon deb o'tganda bir partiyaninki birisi chiqib vakil bo'lib qolganligi bilan yana bir partiyani chiqqanligi osmon ya bu farqini bu ichi naqayin. Bu bir endiki yana birisi ko'p. Yani bir meningki hamda mishadi o'zimning qo'shimcha bir fikr berib qo'ygan yerim, men Amerikada bir qudrat davlatninki rais prezidenti bo'lishi bu dunyoninki iqtisodiy olamda siyosiy va hamma jihatga cho'ng ta'sir ko'rsatdi. Endiki odamning huquqi degan nayti kuchli bo'ldi. Mesela Trump'ın işlerini görüp bakaylı. Burun şu Demokratik Partiya yürgüzgen 16 yıllık siyasetini şu adam çıkıp 2 yıl, 3 yıl içinde bütünlüğü özgertip etti. Hem de bu yerdeki bir soğal kes. Elbette
Biden'ni men de hozir rais deb prezident deb qaramayman. Endi shunaqa ahvollar yuz bergansa bu Bidenning chiqishi uchun yomon cho'ng bir o'zgarishlarni nima qilib keldi. Nima deganda, chunki buning tutayotgan asosi siyosiy moddadan qarab qo'ydi. Xitoy bilan munosabatni yaxshilashtirdi. Bu Birlashgan Davlatlar Tashkiloti bilan munosabatni yaxshilashtirdi. Endi Yevropa bilan şu buğan münasebetlerine globalizm var, globalizm taraf qarab mağdu. Bu degan shuningki o'zining nimasi emas, bu demokratik partiyaninki tutayotgan siyosati ani faqat chiqarib qo'yib buni ijro qilish nimasi bo'ldi. Demak, bu yerda yomon osmon ya bir farqlarni qildi. Çünkü masalan bizning shu Sharq Turkiston masalasi kelgan chog'da bu masala qanday bir taraf qildi degan to'g'riliq biz hozircha bilim delamaymiz. Çünkü saylan bo'lgandan keyin ahvollar qanday bo'ldi uni ayrim bir topik qilib muzokara qilsak bo'ldi. Bu yomon bir cho'ng topikdir-ku. Bu yomon cho'ng bir topik. Uni sen turib ozroq cho'ng topik deb ham ayrim qilishimiz mumkin, ammo sen turib to'xtalamiz. Chunki bugun Amerikadagi prezident to'g'ri so'zlab turib Uyg'urga bo'lgan ta'sir qanday olduğunu demasak, bu suhbat bo'lmaydi. Ham man Abdurimjondan ma'laqi savolni so'rashimda hem de o'ylab bakыңlar, Amerika dünyadaki en kudretli devlet. Hem bu bir sual daim koyuldu bu yerde, bu Amerika'da adam çıkmadı mı? Birisi 73 yaş, birisi 77 yaş, 80 yaşga yaqinlashib depan chiqmagan, yo'lda o'xshab ma'lummaydigan, o'zining nerede turganligini bilmaydigan, hamma yashanganlarda bo'lgan untuqaqliq kesili bor bir odamni prezident kandidati qilib chiqarib qo'yib, Amerika nima bo'ldi deb hazır mesela demokratik partiyaniki kandidatlığa Biden emas bir qaran, güçlük bir kandidat çıkan bolsa, belki men onu qo'llagan bo'lardim da. Turab akamdan voz kechgan bo'lardim hatta. Turab akamning ochiq yomonligini bilma, ba'zi mustabidlarga amroqligini bilma, ham ba'zi jihatlarda shu o'zining mijozi mustabidligi sababli ketkizib qolgan taraflarim oz emas, ammo uning qarshisiga chiqqan odam bir küçük bir adam bo'lsa, bir Amerikani ovozini Amerika degandek ovozga loyiq holda dunyoni adil boshqara oladigan, bo'libmi Xitoyga adil muomala qila oladigan birisi bo'lgan bo'lsa, balkim ansirmagan bo'lardik, turabqamga duo qilmagan bo'lardik. Hozirmi biz Uyg'urlarning qila oladiganimiz faqat turabqam yansi bo'ldi deydiganlarni qila oladigan faqat duo qilishku. Hem de bir yerde tabii bir sual to'g'rildi. Abay Abdurimjon qisqa deb o'tdi. Aslida bunu ayrim so'raydigan, buni qisqacha bir xulosat o'tsak, to'g'rilarda bizga oddiy fuqarolarga biz nima desak o'zimizga hech kim diqqat qilmaydi. Bo'lib chet elliklar birlar diqqat qilmaydi. O'zimizning xalqqa diqqat qilgani bilan ammo ma'lum tashkilotning boshliqlari va Uyg'urga vakillik qilyapman deyotganlar siyosat o'ynayotgan bo'lgandan keyin bir ishni siyosiy yo'l bilan muomala qilish kerak, ya'ni aldirab tenab birsini sen China Biden deganga o'xshash, sen Xitoy Biden deganga o'xshash nomlar bilan Twitterda, Facebookda tashviq qilsak, o'zimizning tashkilotining nomiga yuz kelolmaymiz. Ammo bize siyosiy ahmoqonlik bo'ldi, bize saposizlik bo'lib qoldi bu. Ya'ni siyosatning nimaligini bilasizlar, siyosiy degan nayrang bu o'yin. Yani siyasetçinin iki yüzü buldu, birisi ak, birisi kara. Her sorunda, şu sorunun yarışı karta ya ak yüzünü gösteriyor ya kara yüzünü. Siyasetçi degan şerefsiz kim demez mi yani iki yüzü var. Baştan muamele kılış gerek. Yani sen aldı bilen, sen bir teşkilattan başlığı işlerini unutup kalma. Yani bizning ekran nima desam mayli, Amerikaliklar buni anglamaydi, Uyg'ur chiqmaydi. Ammo inglizcha bir yozganda va boshqa tilda bir yozganda, hozirgi shu saylam to'g'riliq o'zining o'ylig'ining ifoda qilganda amal va bir tarafga haddidan ziyod qiyib ketmaydigan. Chunki bu ish Uyg'urlarning manfaatiga ziyon keltirdi, hargiz foyda keltirmaydi. Sen o'zing China Biden deding. Agar Biden'niki sanish aniq bo'lib qolsa, sen 4 yıl muş adamның prezidentligini qabul qilmay amaling yo'q. Ya'ni muş adamның yetakchiligida yana Uyg'urga yaxshilik tilaysa, Uyg'urga bir yangi siyosatlarni qo'llanishga degan umid qilinsa, unda bo'lgandan keyin aldirab undaq gaplarni demasligimiz kerak. Hamda baya bu gap teshilib qoldi. Hozir to'g'liqam deydi, men yana ishini turabqam yengidi deydi.
Abdurrahimjon Mo'tidil gap qildi. Men bu yana boya deganda yana ishimda shu Turabkamning yengishini umid qilaman. Nemishqa deganda Turabkam dastlabki chog'larda garchi Xitoyga nihoyat yaxshi muomala qilib, yana prezident bo'lgan chog'larda Shi degan Xitoyni masalan mening yaqin og'aynam, men ishonma, u degan yaxshi boshliq deb yurgandi. Ammo bu haq Amerikaliklar yomon sardi ekan, shu Xitoyni bilmaydi ekan. Bizga o'xshash biz bilgandan mingdan birini bilmaydi ekanlar, ular insonga deb muomala qildi ekan. Asta bularning yog'onchiligi, gapida turmaydiganligi hammadan xatarlik yeri. Belki virusni, Xitoy virusni bilib turib dunyoga tarqatganligini ko'rgandan keyin Turabakimiz biraqli yuz berdi. Shuningdan keyin Shi Xitoyni tilg'asilar ochiqlanadi, men xafa bo'ldim bundan deydi. Hozirgacha telefondan paranglashib boqmabdi. Uningdan keyin Xitoyga qarshi do'lqin qo'zg'alib ketdi yana. Bu shu Xitoy Kommunistik partiyasini yo'qotmaguncha mushundaq yog'onchiliklar, masalan, shu Wuhanda shu Xitoy virus tarqalganda bir mas'uliyatlik bir hukumat bo'lgan bo'lsa, ashadli kontrol qila oladi, bu dunyoga tarqab ketmaydi. Bizning Amerikada 200 mingdan ortiq odam, dunyoda milliondan ortiq odam o'lmaydi deb qattiq g'azablandi bu odam. Shuningdek, Mao Tashqi ministri Pompeoniki dunyo miqyosida bir Uyg'urning lideriga o'xshash faoliyat qilayotganligini ko'ryapmiz, qarindoshlar. Bağan yerdə mayli Vatikanğa basın, mayli Qozog'istonga basın, mayli Yevropadagi davlatlarga basın, Uyg'ur deb atadi. Dunyoda bundaq vahshiylik ko'rilmagan millionlab Uyg'urni Xitoy oyog'i solib olib, qirib atadi, hatto genosidning gapimi chiqishga oz qolyotadi. Mushundaq holatda xalqimiz qattiq umidlangan. Ya'ni Amerika haqiqatan Uyg'urning davosini qo'lga oldi. Turab akimiz yana 4 yil davom qilsa, balkim 4 yil ichida kommunist Xitoyni yiltizdan qirib tashlab o'tadi, Uyg'urlarga bir mustaqillikdan umid bo'ladi degan bir xil qattiq bir kuchli umid bilan o'tadiq-da biz. Mushtaq holatda Turab akamning avvalgi mijozlarini o'ylasak, men ancha yaxshi ko'rib ketmayman, ammo hozirgi siyosiy yo'linish, ya'ni mushundaq ketayotgan holatda men Xitoy bilan munosabatni yaxshilayman qaytadan deydigan Baydenninki o'tirg'i chiqib qolishi bizni elaka toza qizg'in kayfiyatimizga bir chelak sovuq suvni quyayotgandek bir ta'sir berishi turgan gap. Shaxsan menga shundaq ta'sir bo'yotdi. Shunga men ichimdan Turab akamiz yana bir 4 yil o'tirib asga deganni Allohdan tilaydim. Ammo hozir ta'sir xabarlar chiqyapti. Undaq bo'lsa, sizlardan so'raydiganim, agar Baydenniki chiqishi aniq bo'lib qolsa, bu prezidentlik bizning Uyg'urlarning shu kelgusiga dava ishlariga, taqdirimizga qanday ta'sir bo'lishi mumkin sizlarcha? Endi to'g'liqam shu Trump chiqdi deb 99% o'zining ishonchi bo'lgandan keyin buning qarshi tarafini hozircha tasavvur qilmaganda, mavjudot tasavvurini deb baqsam endi Amerikashunos qarindoshlarimiz, Amerikada turishliq ziyolilarning fikrlari, nurg'un tashviqotlar, hozirgi ba'zi ijtimoiy uchur vositalarida bo'layotgan munozirlar, har xil gap so'zlardan qaragan chaqda Amerikaninki hozirgi Uyg'ur siyosati bo'libmi, shu yaqin dunyoga Uyg'urlarga botgan bu siyosiy Donald Trumpning yolg'iz o'zining mavqesi emas, ham Cumhuriyetçiler Partiyasining o'zining mavqesi emas, balki Demokratlar Partiyasimi buningga asosli %100 ovoz qo'shayotgan bir narsa partiya emas, kongressmenlar hamda. Shu har ikki tarafninki o'rtaq bir Xitoy siyosatiga aylangan ish Uyg'ur masalasi. Shuning uchun Bayden chiqib qolsa-mi, buni davomlashtirib mangadi deydigan ko'z qarashlarni o'tirib qo'yotdi. Men shunda bo'lishini orzu qilaman. Albatta umid qilaman, lekin Baydenninki va Demokratlar Partiyasining hokimiyat besimi chaqlarda Clintonning davridagi 8 yil, Obamaning davridagi 8 yil, shu 16 yillik Xitoy-Amerika munosabatini aytgan chaqda umid naytibak oz. Bularninki hokimiyat beshiga chiqqan chaqda Xitoyga tish turib bir muomala qilishi bu taraf yomonbek töven meniki mo'lcharimda. Andan keyin Bayden apandaniki
o'tirib qo'yayotgan o'zining prezidentlik programmasining ichida 2015 yildagi Pariz klima shartnomasini men asli keltirmen deydi. Bu intayin xatarlik bir narsa bu. Maviyilki havoning isib ketgani, manda narsaga qarta degan manda adil bir gap emas bu. Parizdagi o klima shartnomasi C-oksit svay deydigan Germancha bir narsa. CO2 Ya bu ilg'ir sanat asas ilg'ir sanat ilg'ir sanat taraqqiyoti desang bo'ldi, ilg'ir sanat ishlab chiqarishi o'sha havo bulg'undigan shunday narsalarning o'zida taraqqiy topgan 15 davlatning o'zi 2018 yildan boshlab buni cheklash, ishlab chiqarishni qisqartirish, Xitoyga 2030 yilgacha texnik taraqqiy qilib ishlashga ruxsat qilish to'xtamnoma kabi 2015 yili dekabrda Parijda ma'qullagan to'xtamnoma. Buning o'zini Obama tashabbuskorlik bilan imzo qo'ygan kabi bu to'xtamga. Trumpning o'zi shu vaqtning o'zida o'zini kandidat qo'ymagan chaqning o'zida men prezident bo'lib qolsam, birinchi bo'lib shu Parij to'xtamnomasini amaldan qoldirmayman deydigan sho'g'ir ekan bu odamniki. Deganda prezident bo'lib uzoq qolmaylar buni bekor qilyapti. Bu endi bu buningki Xitoyga qanday foydasi bo'ldi degan chaqning o'zida agar Xitoy 2030 yilgacha buni davomlashtirsa, Amerika va G'arbdagi kuchli davlatlar 2018 yildan boshlab qisqartishga boshlasa, o chaqning o'zida Xitoy hozirgi 2015 yildagi o'zining iqtisodiy kuchidan 3 hassa eshikdiki 2030 yil bo'lgan chaqda. Dunyoda o vaqtda bütün davlatlar insoniyat Xitoyga iqtisodda qarz bo'lgan gapga. Iqtisodda Xitoyga kuchli. Ondan keyin siyosat kuchligiga harbiy san'at hamma narsa Xitoy birinchi bo'lib dunyoning nochisi o'tirib chiqdi ekan. Bu intayin xatarlik bir to'xtamga bu aslida. Bu shuni o'zi Obamaning o'zi ma'qullagan 2015 yil. Ammo Biden apandininki xatarlik o'tirgan fikri shu narsani men asli keltirmaydi deydi. Buni o'zi nima degan gap, Xitoyni patlamizga atib mendirib biz ko'tirib ma'maymiz degan bo'ldi-da. Amerikaning ustiga chiqishga biz yo'l ochib degan bo'ldi Xitoy. Shu tarafdan o'ylagan chaqda meniki ko'nglim natiba yerim. Ama bu bir insanlık alimi, qancha siyosatchi bo'lib ketsa-mu, balkim hozirgi kongressdagi Uyg'ur ovozlari Xitoyga qarshi bu propagandaning o'zi to'xtab qolmay davomlashib bo'lsa, inshaalloh bekmi nacharlashib ketmas deydigan, ya'ni azroq bir ko'nglimda bir tarafnoma bo'shliq qo'yib qo'ymaydi bu ishga. Lekin qo'limizdan kelmaydi bizniki. Bu hamda tillasaqmi bu odamni, qalqsaqmi qanday qilsak agar abiyam to'g'rilikdan bir deb o'tib ketdi, bir yerdan buyruq keldi degan gap, yoki biletni qalayimqon qildirib o'tish, sotchilarniki nazorat qilishini cheklash, ularni yig'in keltirmaslik to'g'risida bir yerdan buyruq keldi degan ekan, bu buyruqning o'zi kimlar endi bu? Yoki persuasion teoriya deydigan bir narsalar suiqasdchilar, dunyoviy suiqasd planlaydiganlarningki qo'li bormi bu ishda? Endi ba'zi yerliki oldin bilarmanlarninki so'zlaydigan Amerika, Yevropada ashtaq bilarmanlar va xalqaro ishlarda oldin so'zlaydigan. Bundaq bilarmanlarning deyishsa, Donald Trumpning o'zi 2020-yili nimadan chekingan, vazifadan qat'iy chekinish oldin belgilangan deydigan bir narsa ekan. Dadi Trumpning o'zi qilgan vazifasini ado qilib bo'ldi, endi bu chekinish kerak. Bu chekinmasa, ma'lum bizning manfaatlarimiz kaparat ig'olmaydi deydigan bir dunyoviy boylarninki, bankirlarninki suiqasdi bo'landi buning orqasida. Buni endi biz bunlar uchun qurishlardan tasavvur qilib bo'lmaymiz. Qanday bo'lmasin, agar Donald Trumpning o'zi bu qatim qat'iy o'ltiring kelsa, bu chekinish kerak deydigan bir suiqasd publik qilib qolsa, o chaqning o'zida Bidenning o'zi bu endi bu terpag'an odamning o'zi chiqdi degan gap. Bernie bundan burunki tang mo'ri taraf mangan bir kandidat vardı raqobatchisi. U odam taq buni nima qilgan to'q. Bernie Sanders xudoyim bir xayridan boshlab. O buni nima qilgan to'q, hamda sen degandek bu demokratchilarningki tuzgarak odam yo'qmi desang, titakda Yugoslaviyadan bo'lgan Benjic deydigan bu Benjicmi deydigan bir chiqqan yashiraq 40 necha yoshlik birisi. Bu xili üstünlüğe gelip menotqanki onu elki nima adam kanda elki zaypan adam kanda bir yerda falan gapdi.
Zeypan adamga shuni o'ylab bu Amerika xalqininki diniy nimalarga qattiq bu axloq jihatdan bo'lmaydigan vaziyat bo'lgan ekan u odamni shunga astalam yarim yo'lda chiqindirib kelib oxirida qayerlarni qul qilib qo'ygan gapni bu ish ham. Shu endi meniki bu vaqtdagi ko'nglimni yerimchiligi. Endi to'g'liqqa sence bu masalan shu Bayden apandi chiqib qolsa Uyg'urlarning qanday ta'sir bo'ladi? Men endi bu savol to'g'riliq men tayyorligim yo'q. Men deb o'tdim. Men Trumpni ustudi degan ko'z qarashda. U odamda ikki xil qilish kerak-ku. Yo'q, meniki men shuning uchun men balkim degancha narsa yo'q menda. Ya'ni ustudi ammo bu to'g'riliq meniki ba'zi bir u savolga bevosita javob bergandan ko'ra men bundaq javobni berishni loyiq topdim hamda anglag'an voqeasi. Ama Abdurrahimjon deb o'tdi. Bu Amerikaninki iqtisodiy shu nihoyat yuksak ko'tarilish ahvoliga kelib qolgan-ku. Kelar shu Trump Prezident Trump yani tözlü o'tag'andan keyin buni shu mukammal taraf qarab mang'izlig'iga mening ishonchim komil. Endi bu yerda iqtisod degan nihoyat muhim rol o'ynaydi-ku. Amerikaga shu 4 yil ishigini taqab qo'yib, shu taraqqiylantiradigan bir payt shu keldi. Shu payt hozircha. Chunki 2. Dünya urushidan burun ahvolni o'ylab boqqanlar. Ba'zilar Amerika o'zining ishigini taqib elib qildimiz. 2. Dünya urushidan burun Amerikaning ishigini taqab hozir urus taraqqiylangan. Shu vaqtda butun dunyoning har qanday kuchiga bardoshlik bera oladigan bir darajaga yetkiza oladigan bir iqtisod ahvolda vaqtda. Degandek shu bir yil ichida qolmaylar, Pearl Harbor degan voqeasiga chiqqandan keyin endigan bu tarixlarni bir deb жүрмейmiz, hammamizga ayon, shundaqmi? Lekin Amerikaning hozirgi ahvoli undaq dunyoni kontrol qiladigan darajada emas. Endi yana 4 yil ishigini taqab, chunki bu Amerikaningki iqtisodi boyachu, Trump 4 yil jarayonida masalan gazdamdoq mayni ishlab chiqarish ahvolini o'ziga yetadigan, hatto oshiradigan ahvolga olib bordi. Başka şu sanat işlep çıkarış, manufacturing degan narsadan ularni ko'taradigan ahvol ko'tarishga başladı diye. Endi yiziklik jihatlardan bo'lsin, nurg'un boshqa sohalarda bo'lsin, haqiqatan bu ishigini biroz taqib elib, taraqqiylantirish degancha bir zarur bir vaqtga kelgan mazgil. Chunki men iqtisod jihatini aytgan chog'da Trump endi yaxshi qilib kelyapti, ammo uni yana 4 yil turib turgan bo'lsin mukammal darajaga keldi. Bu ani Abdurrahimjon abdandim abi yana bir gapni dedim shu muhit saqlash kelgan-ku, Paris Agreement. O Paris Agreement degan faqatla nima deganda sanoatni to'xtatib qo'yish deganligi. Chunki hozir bu unbalance-ku bir tengpungsizlikda. Hozir Amerikaga shu seni o'zining ichida muhitingni saqlaysa, havolarını tozlaysa, o böyle ameliyat Amerika'nınki bütün muhit ahvali dünyanın birinci orunda. Abdurrahimjon keldim ki okumadım, cesaret sen kelgen bir yer. Şundan bir yana ahval bekledim. Bu muhit yetimi saklak, bunun yok bir derece saklaşının kendisi yok. Çünkü ma tamponsuzluk degende hazır mesela Asya tarafından aldığım olsak, Xitay olamdı, Hindistan bulamdı, nurgun yerler degen muhit degen naiti nemecet. Eğer Amerika berip özünün iqtisodini muhit saklashkıdım kılgan olsa özünün iqtisodini to'xtatib qo'yib, bunun acar taraf qarab mangmısı mushbish to'xtatib qo'yib, boshqalar taraqqiylantirdi. O vaqt degen o Xitoylar degen 30-yilgacha u ishlarni tutishmaymiz dedi. Çünkü bizning xalqimizning qo'zg'atiga osh baxti bizning o'zlari garchi o'zlarini super power deb qaramaydi, demaydi. Bo'lgan darajada bo'lmadi-ku super power, lekin xalqning qo'zg'ini to'g'rizish, o'zining ahvolini bayat ahvoliga yetishtirish bu degan muhimroq. Buningga ma'u Trumpning qarshi kuchlari shu tarafda, shuni qo'llaydi, environment degan narsa. U bir lekin yana bir nima degan chog'da ma'u human rights issue. Kishilik huquq masalasiga kelgan chog'da
o demokratik partiyalar ama kişilik hukuk tarafdaki narsalarni kuchaytirdi. Nima uchun kuchaytirdi deganda, hozir uningdan boshqa dasmi yo'q. Cumhuriyet partiyaları hazır o kişilik hukukunu kayırıp koyup durup toxta Xitoyni parçalaylı degan ko'z qarash kelib bo'lgan. Bu abay sen o'tgan Pompeo deymiz, efendim deymiz, Trump hükümetining nurg'un işte Xitoylarga naiti o'chmanlik turdigan, endi Xitoyni qat'iy parchalashga sen genosidni yurgizyapsa, sen sizini zaten parçalamasa bo'lmaydigan darajaga yetdi degan ma ko'z qarashda. Lekin yana bir tarafdagi partiya u ko'z qarashda tiklanmadi. Bu faqat hozir qanday bo'ldi deganda men mal gapni deb o'tay, xatolashsammi mayli. Masalan, shu kishilik huquq degan narsani ko'tarib chiqishning o'zicha xuddi Turkiyaning prezidenti Erdo'g'an pat-pat shu narsalarni ko'tarib chiqib, dasmiy silib so'rdirgan bir dasmiy qilib shuningdan azroq bir nimani ko'rdigan taraflarga kelib. Bundan keyin Trump hokimiyati mush 4 yil jarayonida qanday qildi deganda ani kuchaytirdi Xitoyni. Bu bir tahdid. Dunyoga bir tahdid parchalamasi bo'lmaydi degan ko'z qarashdilar. Cumhuriyet partiyaning ichidagi nurg'unlar shu ko'z qarashda. Endi u parchalashni qanday orqali qildi? Kişilik hukuk orqali, uni qo'g'dash orqali nima qilgani bo'lmaydi uni. Shunga qo'shilamizlar. Kişilik hukuk tarif ishini ko'tarib chiqib, bir davlatni parchalaymiz degan narsaga nima qilmaydi. Uni degan masalan Xitoy bu jihatlarda bir cho'ng davlat, bir ahmoqlar yig'ilgan yer emas, shundaymi? Ular o'tirib bo'ldi bizning Uyg'urlarni alaydi. Bizning Uyg'urlar qarta siyosatimizda haqiqatan azroq xatolashibdi. Bularning ahvolini o'zgartiradiganga biz qo'shilayli deydigan bo'lsa, qanday Trump hukumati unga ma'qul demaydi. Trump hukumati unga ma'qul demaydi. Lekin uningdan boshqa shunga ma'qul deb kelishi mumkin. Bu ma'lum bir qism odamlarga nisbatan foydali. Lekin bizning davlat Sharq Turkiston manfaati yetgan chog'da u foydasi yo'q. Biz 70 yildan beri kişilik hukuk davasını qilib keldik, qarindoshlar. Bu 70 yildan beri qilib kelgan kişilik hukuk davası bizni Sharq Turkistonning mustaqilligi yaqinlashtirdimi, yiroqlashtirdimi? Kişilik hukuk davasını yana davomlashtiradigan bo'lsak, bu maqsadimizga texmi yana nima deymiz endi yiroqlash. Men shu to'g'riliq bu shunchalik deb bu to'g'riliqda o'ylashmadim. Endi u natijasini qanday ta'sir qanday oldi deyishni endi biz bir ishning ikki tarafini ko'rish ma'nosida davatimiz. Chunki hozir butun dunyo tabriklayotdi. Ham ko'pincha deydi, yana Turab apandininki qayta tutib chiqishi sotda nihoyat qiyin ish deyotdi. Endi ular siyosiy yo'llarni chiqishlarni biladi, bizdan chiqildi deb o'ylayman. Bu yerda bir xatarlik narsa bor, ya'ni ideologiya urushi to'g'riliq gapyotdi bu yerda. Xitoy Amerika bilan so'g'uq urushda, Sovet ittifoqi bilan so'g'uq urush qilgan, o chog'da ideologiya urushdi. Yani sosyalizm bilan kapitalizm o'rtasidagi so'g'uq urushdi. O chog'da Sovet ittifoqi qandoqdir o'zining kuchli bir iqtisodi bilan Amerikaniki dushmanlarini setib olib, do'st qilib o'ziga yoki Amerikadagi siyosiy yo'llarni setib olib, Amerikani o'zgartirishga tirishgan emasdi. Ular qurol kuchini, qurolliligi, yangi qurollarni yasashni baslashish va o'zining kontrolligidagi davlatlarni şu karşı tarafga kuch ko'ritish, shunday bir shakllarda so'qurish qilganda, ammo hozir Amerikalik siyosatchilar da'vatida hozirgi Xitoy bilan bo'lgan so'g'uq urush mohiyat jihatdan tubdan o'xshamaydi. Ya'ni inson ishkanmiz, insonning hammasi pulga amroq, manfaatga amroq, qattiq narsaga amroq keldi ekan. Shu bayat to'liqqan deb o'tgan Washington Swamp degani Washingtondagi mehnatchilik. Bu nereden kelib chiqqan? Bu Xitoy keltirib chiqqan mehnatchilik. Bu nima deganda oddiy bir misoli, Xitoyning nurg'un shirkatlari ham shu Wall Streetda, New York Wall Streetda paychekini bozorga soldi. Kommunist Xitoyniki paycheklari Amerikada kam ko'lamda silindi. Masalan, Alibaba degan o'xshash
Mayun degini asli partiya a'zosi bu. Mush go'ylarniki paychaklari New Yorkda bozorga chiqib, ularni texnik kuchlantiryapti-da. Hamda bu Amerikalik bu kapitalistlar neymişki onun qiziqadigan Wall Street'liklar deganda her bir qatam birisi bir masalan Xitoyning bir cho'ng shirkati paychekini Amerikaga chiqarmoqchi bo'lsa, nurg'un rasmiyat haqi to'layotganda oddiysi o'tgan bir misolda $1 milliard rasmiyat haqi to'laydi ekan. Demakki, bu kapitalist degan gap puldan boshqani to'lamaydi degan gap. Hozir Xitoy insonlarniki shu Amerika boshqa demokratik davlatlardagi bu insonlarning shu ozlig'ini tutib oldi. Ya'ni pul jihatdagi ozlig'ini tutib oldi. Chunlashqa Amerikada, men hozir masalan Amerikaniki shu prezident sayloviga izchil 20-30 yil oldi, diqqat qilib kelayotgan hozirgacha bunday ahvol ko'rmagan. Ya'ni Xitoyning pardasida sen naq maydonni kuzatuvchidan maydondan qo'g'lab chiqarib o'tish, hatto uni kirgizmaslik ichiga, hatto chiqarib o'tib, derazadan taxtaylab o'tib, ichini ko'rmaslik, ko'maydigan ahvolda qorong'uda belat sanash, bu butunlay Xitoyniki, Xitoy kommunistlarining qilgan ishi bu. Mushu ishlar Amerikada ko'rinishga boshlayapti. Bugun bir video ko'rdim, mushu Rudy Giuliani bilan billa so'zlagan birisi dedi, "Ey Amerikalik" deb agar kallangni silkib atmasang, Bernie Sanders degan o qip-qizil sotsializm chiqan to'q. Uni Mao Biden yangdi-ku. Aniq adam deydi, "Ey Amerikalik, hozir seniki ovozingni to'g'ri sanash yo'l qo'yilmayotdi." Ya'ni bir observator, ya'ni bir kuzatuvchining kirib, naq maydonni kontrol qilishga yo'l qo'yilmayotdi. Ati o'gun sening cherkovga berishing cheklansa, hozir medialar qarab baq, prezident Trumpning ovozi bo'g'ilyotdi. Ati o'gun sen erkin gapirolmaydigan holatga kelsang, o'z diniy erkinligingdan ayrilib qolsang, cherkovlarga boramsan, hatto birli partiya, hatto sotsializm tuzumi kelib qolsa Amerikaga sen xohlamsa degan gapni uch qo'shqara bir Amerika Republikan va Cumhuriyetçi partiyasining cho'ng bir siyosatchisi deyotdi. Demakki, mushu xavfni ular his qilgan gap. Mush qatim saylovda. Cho'ng bu qatim saylovda Amerikaning tarixida eng ko'p ovoz berish bo'ldi. Xalq, ya'ni mush o'tgandan o'tamisak, Amerikaning rangi o'zgarib ketishi mumkin. Ya'ni Xitoyning puli sababli sotsializm purg'ab qilishi mumkin deyapti. Nima deganda Biden Xitoy bilan bo'lgan munosabatni yaxshilayman deydi. Uning yordamchisi eng qo'rqinchli yeri Mao Kamala Harris degani u qip-qizil kommunistga. Uning hatto Xitoycha ismi bor ekan. Qijinli deydigan. Bir Xitoy oshiqi ekan bu. Ham Hindistonda tug'ilgan bir nima o'xshaydi bu. Nima ata apsi Hindistonlikka aytadi, kommunizm deysi ekanda buningki. Shunga hozir eng cho'ng ansirash hozir mayli Trump akamiz o'tirib qo'ysa mayli, ammo Amerikaning rangi o'zgarib ketib qolsa, butun dunyoning rangi o'zgarib ketishi mumkin. Ma'voyliqi dunyoga kommunizmni ishga oshirma deb Xitoyning shuari bor-ku, kommunistlarniki. Mushu shuari amalga oshib qolishi mumkin. Hozir BDTni setib oldi. BDT asosan Xitoyning og'zi qaraydigan bo'lib qoldi. Bir o'zgarmagan Amerika, Yevropami asosan egilib oldi, tizilib oldi. Yevropada bir erkak ovozdan ulash tas. Bir erkak Amerika qolgandi. Endi mushqatda mushu kommunist parastlar, ashta idis bor, mushu ikkisi sababli Biden, Harris sababli Amerikaning rangi o'zgarib qolsa, dunyoning rangi o'zgarib ketishi mumkin. Buningdan Amerikada hatto prezident saylovi degan narsa yo'qolib ketishi mumkin degan bir andishini o'ttirg'i qo'yadi. Sizlar bu vaqtda o'ylash vaqtinglarmi? Bushda bir xatar bormi yo'q? Endi uni ilqi bundaq bir ilqi hayajonliq bir tuyg'uga keltirib turib, chaqiriq chiqardigan har qanday bir partiyaninki, har qanday bir siyosatchininki o'zininki endi ma'lum hissiyotni qo'zg'ab turib o'z maqsadiga yetish vositalari deb tushunishga bo'ldi. Ammo Amerikaning o'zida hech bo'lmasa hozirgi saylov masalalarida ko'rilyotdiki, oldin qatim Donald Trumpning o'zi
prezidentlikka chiqqan chog'ning o'zida shuncha qarshilik bo'lgan xalq ichida Donald Trumpni Aqsaroydan chiqib ketsin deb hatto ko'chaga chiqib olib qilmagan. Bu qatim Donald Trumpning qo'llovchilari qoldi bu ishlarni. Hatto tahdid soldi, biz urush chiqarmaymiz, demokratlarning qo'lida qurol yo'q, cumhuriyatchilarning qo'lida qurol bor. Agar biz saylamda nohaqchilik uchrasak, urush chiqarmaymiz degan tahdidni soldi. Ya'ni bu cumhuriyatchilarningki radikal qo'llovchilari. Endi bundaq bir vaziyatda Amerikada 320 milyon, 330 milyonga yaqin xalq yashayotgan bir yerdan o'zida o ma'lum bir partiyaning o'zi, ya'ni Demokratlar partiyasi chiqib iqtisodlarni umumiy kontrol qilib Amerikaning rangini o'zgartirib ketamiz deb unda qilib bo'la olishi o menimcha mumkin emas. Ammo Amerika ikki urush kirib qilish xatari ko'p. Agar shunday bir vaziyatni shakllantirib chiqsa, demokratchilar haqiqatan pul orqali cho'ng kapitalistlarningki og'izni itib, o'shuni ularning keyin ishchi proletariat mushu ko'chman, qora mushunda odamlarga asli sotsial yordam taqdim yurib, ovozini ham kuchlantirib, mushunda ham Amerikaning rangini o'zgartiramiz, sistemini o'zgartiramiz. Amerikaning demokratiyasini Xitoyninki, ya'ni sharq kommunizmininki havosining astiga boshlab kiramiz degan bunday bir qarniyat tarafga mevqitga chiqib qolsa, Amerika o hech bo'lmasa 3 dan 2 qism xalq bu yo'lni qo'llab ketgan holatda 3 dan 1 qism xalq uni qo'llamaydi. Qo'llamagandan keyin nima bo'ldi degan chog'da vaqt ichki urush chiqadi. Bu xatarlik Amerikada ichki urush chiqishi. Buni o'zimni tasavvur qildim men o'zimcha. Ammo unda bo'lib ketmas. Hech bo'lmasa bu odam endi kelib ketgandan keyin ya oljib qilib xato siyosat qilib yurish jarayonida xatolashib qolsa, uning iziga ayol Kamalxonning o'zi uni ubanemen qilib ustiga elib davomlashtirmagan chog'ning o'zida bo'lsin bir yo'chiq kashlar chiqib saylarni buzib qaytadan saylaymiz deydigan bir ishlar bo'lishi mumkin. Ammo ondoq bexatarlik butun dunyoviy bir o'zgarishninki boshlanib ketishi mushu saylovga munosabat qilib qilishni men tasavvur qilib ketmayman. Ammo Yevropalik kelsak, Yevropalik o'zing bilsa Yevropada yashayotgan Yevropalikning o'zi shu intayin belki pul birleşip ketken bu şahsiyetçi. Belki başlık pul diye yapmaz, bir 10 milyonlar bayık için yapmaz. Adetki aylık maaşı, eğer işsiz kalsa yeterli bir maaşın kip duruşunun özüge şükür kanaat kıldıgan bir nime kirip kalan bu haklar. Bu çıkınızda oruçlu 20-30 yılın yağı tinlisik deryanında şunçuk derecede rahat biraz, cimcitlik biraz olup manda bu ketken bu hak. Bu hakның o'zi Xitoyning oldida albatta tez pekişi o turg'anli gap. Yevropalikdan jiq umid yo'q. Meniki jiq umid qilmayman Yevropalikdan. Yevropa degan chaqda abiyam deb ketdim. Germaniya, Fransiya, Angliya, Italiya degandek bir qancha davlat bor. Ham nufusi ko'p, ham nufuzi iqtisodiy kuchli bir qancha davlatlar. Bularningki o'zi olli burun bir amal qilib zodi shu radikal o'ngchi partiyaning o'zining programmasiga nima qo'yib olsa biz hokimiyat beshiga chiqsak, Xitoy bilan Rossiya bilan munosabat texim yaxshilab, pulni texim chiqtapmiz deb mana program qo'ymasmi shu radikal o'ngchi partiyalar. Solchilarmi shundoq kommunistlar. Bundaq bir vaziyatda endi Yevropa xalqininki bularning o'tib ketmaydi bularninki demisidan. Endi sen degandek Amerikaning o'zi undaq bir rangini o'zgartirib ketsa, bu asosli Amerikaning ichidan ichki urushlar shtatlar bo'linib, andijonga Shimoliy Amerika, O'rta Amerika degandek mundaq bir vayron bo'lib, anni kuchini yo'qotib, o'chog'ning o'zida Xitoy dunyoga xo'jayin bo'lish fursatini keltirib qilishi bu intayin xatarlik. To'g'liqqa sen his qildingmi shu sol ideyasiniki ta'sirini Amerikada? O so'da to'g'riliq men abay deb o'tdim. Fikrim shu endi so'da jihatda agar Trump'ninki siyosatining o'zgaradigan yerlar bo'lib qoladigan bo'lsa, so'da jihatdan aytgan chog'da Amerika dastlabda cho'ng ziyon, albatta cho'ng ziyon tortadi. Shuning uchun ishchigini taqib qo'yib, shu iqtisodni ko'tarib, undan keyin boshqa ishlarga aralashadigan bir mezgilda. Chunki bu saxovatchilik degan-ku
Biden'ın yançıqdan çıqdı. Bunu hemmimiz eniq bu, Biden'ın yançıqdan çıqdı. Bu yerda hamda kambag'allarni haqoratlagan, yana bir nima qilganlik emas, kamsitganlik emas, saxovatchilikdan Biden'ın nimasidan chiqdi. Amerika hozir boy emas. Hozir boy emas. Gerçi dunyoda yana tunji o'rin turgan bilan ma virusning dadi bilan iqtisodi xili tushdi. Ammo iqtisod to'g'ri ozroq ma'lumot berdi. Hamda amaliyotda ma iqtisod ahvoli chu hamda yanıla xalqlar mo'ljallagandek nachar nimaga ketmadi. Mana shu masalan ma yaqinda bilsizlar GDP degan u 3-faslda 33% eshitdim. 3% artdi 31 nima 31.4 nima dedi. Persen açtı 33% eshitdim. Aşkan bo'ldi. Endi ki mavi tünün xabar qaraganda ama noyabrda var işsiz 600 yani bunu ko'rdinglarmi ki 638 ming yangi xizmat qo'shilibdi noyabrning o'zida. Oktyabr noyabrning ham boshladik ku oktyabr ichida. Endi ki Amerikaningki hozir mavi yangi qo'shilgan xizmatlar degan 12 milliondan chiqdi. Shu 4-oydan boshlab qo'shilgan. Endi ki abay qadab o'tdim mavi yana bir nima ishsizlik nisbati hozir degan 6.9 ga tushdi. Bu ahvollar nihoyat mushtarab kelayotganda shuning uchun Trump kelaqetim 4 yil bosh qo'ygan chog'da bu narsalarga yana qaytadan olib shu ishsizlik nisbatini 3% ga tushadiganiga yana mening ishonchim bor. İnşallah. Bir nuqtani men deb o'tmoqchi bo'ldim. Endi abay shu Amerikada ishga urush paydo bo'lamdi deganga men uning toza nima qilib ketmayman. O ishga urush bo'lmaydi bu ish to'g'riliqchi. Nima uchun deganda Amerikaningki harbiy kuchi ma saylam nimasiga aralashmaymiz deb bu uqtirishni deb bo'ldi. Chief of Staff var Amerikaningki harbiy qo'shinlariniki eng chong boshlig'i bu har qanday nimada biz men u saylam nimalariga urushda qatnashmaymiz degan gap. Yerliklarda ancha-muncha nimalar ko'tarilib chiqilgan ahvollar bo'ladi, lekin u narsalarni ishki jihatdan o'ngshab ketirdi. Endiki yana birisi Amerikaningki demokratik sistemga ishonchimiz bo'lsin qarindoshlar. Bu yerda Amerikada shu nurg'un buningdan burun nurg'un shundoq bir nima bo'lib bir qalayimqanchilik paydo bo'ldi deganda demokratik sistem o'z o'ngshab ketdi. Prezidentga berilgan huquq degan cheklik bo'ldi. Chunki hozir bir narsani deb baqay. House bilan san'atni olaylik. San'atda 100dan bo'ldi. Shundan mı House degani 500 necha atrofida bo'ldi. Bularningki endi maqitim saylamda amaliyotda Cumhuriyet Partiyasi ustunlikni oldi yani. House'da bir qancha yangi nimalarni kirgizdi. Hozirgi Nancy Pelosi boshqaruvchi nimadagi emas. U mazgildagi nimasi yo'q. Demak, u bir prezident qo'pib, u yerda bir qalaymuqam bir qarorlarni ularni o'tkazishimi nihoyatda tasdiq demokratik sistem o'zi o'ngshab ketdi. Endi Amerikaningki rayigichu yana boqdi. Chunki mavqitim haqiqatan demokratik partiyani cho'chityapti Cumhuriyet Partiyasi. Unchilik cho'ng nima qilib ketdi deb o'ylamagan. Abay men deb o'tdim-ku, landslide kelkin kelgandek nimani utib chiqamiz deganda u darajaga bormidi. Hozir degan yana Cumhuriyet Partiyasi yana kuchli. Endi agar asharlarda bir yerdan bir Trump'ni alaylik. Trump agar bir yerdan xatolik bo'lgan bo'lsa-chi, yana uni tashlamaydi. Bu Trump'ning bishidir. Shuningga o'xshash har qanday prezident chiqsa o'zining meyli bo'yicha bir ishni qilib ketamaydi. Sistem bu darajaga yetdi. Hamda nihoyat xatarlik bir bosqich kelganda prezident Trump chiqib shularni o'ngshab ketib qolgandi. O'ngshab ketdi. Tamam. Shuni o'ngshab deb qarayman. Endi oxirida men bir qisqa bir videoni ko'rsatib o'tay, andan keyin bu to'g'riliq savol so'rayman. I spent more time with Xi Jinping than any world leader had by the time we left office. This is a guy who doesn't have a democratic with a small d bone in his body. This is a guy who is a thug who in fact has 1 million Uyghurs in reconstruction camps, meaning concentration camps. 1 million Uyghurs, as you pointed out, Muslims, are in concentration camps. That's what they are right now.
They're being abused. They're in concentration camps. And what we started in our administration that Trump stopped, we should be moving 60% of our sea power to that area of the world to let in fact, the Chinese understand that they're not going to go any further. We are going to be there to protect other folks. Bu yerde deydi bu Biden'ninki şu Demokratik Partiyanın içinde kandidatlarınki münazirası degan gapga bu. Ben bu aşağıda anlap hayran kalgan bu adam çoğuş ko'tamda nima debdi deganda Xitoy Xini tillab turib debdi bu demokratik dehshat o'sha adam bular hozir 1 milyondan ortiq Uyg'urni lagerlarga deganda butunchi qatam tilga oldida, ya'ni concentration camp dedi, ya'ni o chaqda siyosiyonlar ko'pinchisi re-education camp degandek Xitoyning atılışıcha qaysi tarbiyalash markazi degandek qolgan. Bu adam concentration camp deb oldi bu yerda. Ya'ni lager deb oldi. Milyondan ortiq Uyg'urni sulab nuqatidi, ammo Xitoy shuni bilsinki dedi. Amerika lazım bo'lsa dedi. O'sha dengiz armiyasining 60%ni o'sha Xitoyga avatib, Uyg'urlarni qo'g'daydi degan gapni qilgan. Shu chaqda o'y to'g'ri ma'vo ajoyib siyosatchi kelmadi. Burunidagi ko'z qarashim ancha emasdi. Cho'chigan uningdagi u gapni tilga olmadi. Bu Demokratik Partiyaning ichida kandidatlar chiqib birini tanlaydi-ku, shu jarayonda degan gapi ham. O chaqda yanada Bernie Sanders bo'tdi, ashkatdan dedi. Hamda hozir butun dunyo bu odamni tabriklayapti, buni boshqa chiqib qoldimi deydi. Ham yana men hozirgacha kuzatishimda bu odamning qayerlarda bo'ladigan unutilganlik ishi ham og'irki hamda. Ben bir turib shu videoni ayrim o'ziga kunda avatib turaymikanmi deyman, ham bir jihatdan hamda bir agar partiyasining siyosati bo'lsa, mushundaq bir narsalarni partiyaning ichida muzokara qilib, buning og'zi orqali deyilgan bo'lsa, mushundaq bir ahvolmi bo'lamdiganda, ya'ni mushundaq bir kuchli qo'llaydigan tarafimi bormidi bu odamniki Uyg'urlarning ishini deb javob topolmay yurgan. Bilmadim sizlar bu videoga diqqat qildinglarmi ilgari? Bu odam men javob beray buningga. Buning javobi aniq. Hem de Joe Biden öz vaqtida shu gaplarni deganligining sababi shu Bernie Sandersni tushirib o'tish. U degan Demokratik Partiyaning ichida bo'lgan jidallar. U vaqtlarda degan bir-birisini tushirish uchun u har qanday gapni deydi. Endi u vaqtda nima uchun shu gapni deydi deganda, u Bernie Sandersning ham socialist ideyachi, hamda uningki Amerikan bir socialist nimaga qarab mangdirma degan gapdan shunda ochiq degan. Uni o'ziga nurg'un shu ko'z qarashliklarni to'plagan. Men mush to'g'ri o'ylashgandim-ku, nima uchun bu Amerikaliklar sotsializmni yaxshi ko'rdigandi deb buni biroz tadqiq qilib, jiq Amerikaliklar bilan paranglish jarayonida shuni surishtirib baxtim-ku. Mushu Amerikaliklar mush jihatlarga kelgancha naiv ekan-ku. Bular sotsialist sistemni ko'rmagandan keyin, sotsialist sistemning ham asosiy degan nima deganda, biz boylarning pulini yig'ib olib, hammadan barobar yashamamdiq degan mandaq nima dedi. Bernie Sandersning shu narsa shundoq eqib ketganining sababi bu Amerikaliklarning mutlaq ko'p qismi sotsializm degan nimaligini bilmaydi ekan. Ashada shu ko'z qarashlar kelganda Bernie Sanders o'zining eng cho'ng raqibi bu. Endi shu vaqtda amaliyotda Bernie Sanders shu jihatlarda sal bo'shliq qildigan bo'lsa, Bernie Sanders chiqib hozir Trump Bernie Sanders bilan talashgan bo'ladi. Endi vaqtdagi ahvol o'xshamaydi. U vaqtda Bernie Sanders ochiqda degandan keyin madam endi bu yerda buning albatta bir nima odamlar bor, balki bu vaqtlarda bu hozirgi darajada emasdi. Shu vaqtlarda mushuni ko'tarib chiqib, endi o'ziga bir ustunlikni egallab, Bernie Sandersni urib tushirdi. Urib tushirayotganiga o'zi chiqdi, lekin bir narsaga bayqaydi. Bu mushu eng og'irqi mushu saylam jarayonida bor-ku, Trump bo'lamdi yoki Biden bo'lamdi, Uyg'ur masalasini hech qaysi ko'tarib chiqmadi. Bu gayet ecaplendirdiğin iş. Onundan burun nurgun to'rlarda nurgun tahlillar bo'ldi-ku. Bu da Uyg'ur masalasi Amerikaning siyosatining markaziy bir topik bo'lib qoldi deganda, bizning Uyg'urlarning saatlab so'zlaganlarini, muloyizlarini
Anladım bir kısmını. Ama o mülayisleri toğra nime cihetine etken çağda. Lekin bu mülçerlerme hata çıkan buldu da. Birisi toxta. Ma Uyghur meselesi ben Trump'ı götürüp başı vakti çıkıp toxta ben Uyghur kanununu kıldım, onu kıldım, bunu kıldım dep çıkan bolsa bu özüge naiti bir çoğun bir noktada onu götürüp çıkma dep akırı meslekte bergen onu bu doğruluk birsim demedi. Biden'ninki mi özünün ağzından bir ağız Uyghur degan gap çıkmadı mı şu sayılış jarayonida. Demek a nokta kelgen çağda bu Amerikalıklar hem de kançı şu bir sualçı hazır. Amerikalılar Uyghur meselesi kançılık derecede qaraydı degan bir meselesi. Hem de ma sosyalizmni ama Amerikalıklar taz diyendek düşünüp ketmeydi. Bir şey de ötkazmıyor. Ben taxima 2 günden burun aşağıda xeyli çoğun bir emelda bu adamlar bilan aşağıda paranlaşıp kaldım. Bu bir yerde menden şu sen nima üçün yani Trump'ni qo'llaysa deb savol so'rabdi. Men dedim, Trump'ni qo'llaganning sababi sosyalizmni yo'qotadiganqa bu chiqishlarni qildi. Xitoylarning Uyg'ur masalalari mushtaqillik chiqishlarni qildi degan narsani qilsam, sen xatolashyapsan deydi-ku, bu 100 yil dedi bu ikkisi. Xatolashyaptimi? O Xitoyning sosyalizmi emas deydi. Xitoyning sosyalizmi emas, bizning o nima qilayotgan sosyalizmni Sizlarninkini deyapti. Yevropada Skandinaviya deydi. Shu bir qancha shahar borkan-ku, men bu bordim bu yerga. Haqiqatan bular sosyalizmga. O'sha hammadan barobar ishladim. Nəhayət yaxşı kende. Bularning ideyasik sosyalizm shukan. Amerikaning shundaq bo'lsa, bu bir xil barobarchilik, kambag'allar unchalik nima qilmaydigan, masalan, mavi tibbiy jihatda, xaskar jihatda hammadan shu Yevropaga o'xshash kirib davolanadigan, andikin o kambag'allarga bekorga uy sepib beradigan, boqadigan ishlarni qilsaq degan manda ideyalar. Lekin bularninki men shu yerda birdan bas munosabat qilib qoldim. Uningga iqtisodiy asos kerak dedi. Men abay degandek-ku, o saxavatchilikdan bayning yanchig'idan chiqdi dedim. O baylarning pulini, masalan, Biden'ninki bir aytib cho'ng bir nimqisini deganda Amerikadagi har qanday odamning agar 400 mingdan yillik 400 mingdan ortiq kirim bo'ladigan bo'lsa, ularning 40% egiz bajarılmaya dedi. Bu 400 bin dolar aldığı adamlar diyen nurgun Amerika'da. Lakin bulanın mı belki şu 3%, 4% kildi. Hem de bulanın pulunu bölüp vermeyiz diyendik ki bu göz qarash bir monki adamlarni jalb qildi. Nima uchun ular cho'ng uylarda yashab, pullarni jiq tepib, bayashaydi yashaydigan biz nima uchun shu kichikdan yerlarda yashaymizga degan nima bilan shu vaqtlarda Bidenga tashlab bilet tashlab turgan ahvollar bu. Bu jihatda bu men buni hayron qolgan yerim emas. Taksni o'stirma degan Amerika tarixida hech qanday prezident bajni o'stirma degan orqali bir nimaga erishgan emas uningda. Bu hammadan qarshi. Chunki bu Amerikadagi masalan 400 ming dollarni olaydi. Agar birisi 400 ming dollar oladigan bo'lsa, uningki beradigan bajni opirib 40% chiqarib qo'ysa, anan qo'liga tegadigan pul qanchalik bo'lib qoldi? 250 ming atrofidagi pul bo'lib qoldi. U 250 ming atrofidagi pulni agar shungacha pul topsa, men boj to'lamayman deb qaqlarimiz 300 ming dollar pulgacha nima qo'yib, 300 ming dollardan bojni oz to'lab, pulni topdi. Kimning 400 ming dollar topqisi keldi? Gap kambag'allarni baqalaydigan, shu saxovatchilik qila oladiganlar, shu 400 mingdan jiq pulni topa oladiganlar. Lekin aniq odamlarning soni ozayib ketganligi iqtisodga cho'ng ta'sir qildi. Shuning uchun Muşu bir nuqtani ham ishada o'taydi-da. Bu Hem sosyalizmning ishini to'g'liqqa san jiqroq tushuntirib qo'yasiz. Ishimizda o'tgan sosyalizm bo'lgandiki, Amerikaliklarga. Bayaqi videoni Abdurimjon sen ko'rganmi? To'g'liqqan deydi, og'zida deb qo'ygan gapi. Ko'rgan shu to'g'liqqan buni nihoyatda yaxshi tushundirdi. Mana ayrim yotgan qarindoshlarimiz bor. Abdurabdildan mana ko'rib bakın mana siz Bidenni qo'llamayotgansiz deb. Men qo'llamaslikdan muhim narsa emas. Meniki asosiy ifodam birinchi obam so'batdan 5 yil deb ketdim. Trumpning o'zi yoki
prezidentlik vaqtida Uyg'urlarga nisbatan jiq qonunlarni ma'qullab ketganligi uchun obrazi tikilib ketdi qalbimizda. Shuning uchun ona bir yana davomlashtirgan bo'lsa kerak bir hissiyat hammamizda kuchli. Bunda bir vaziyatning o'zida Trump'ni qo'lladik deb o'tirib, Baydenga qarshi tashkilotlar yomon pozitsiya bildirmaslik kerak. Yo'qolmaydi, voy Bayden hamda saylovni o'tib chiqdi. Derhal bunun aldığı yer taksi götürüp bir al soraylı dep, buna çapanını almıştırıp, bunda yüzsüzlük kılıp, bunda muamele kısım yaxşı olmaydı. Bu aldılan hakimiyet bir çıkış gerek Biden o'zi. Çıkası. Hakimiyet çıkıp, Uyghur Xitay meselesinde özünün pozisyasını bir bildirsin. Aksarayga Uygurlarını bir kubul kılsın detmelerini etrafı ulaştırıp, bizim bir çüş baksın. Andan keyin ifade bildirsin, buldu Uyghur teşkilatları ediyen, mondak bir mezmunu bildirmen dep şunu çöndürüp lanmay, yamancık kadar kitip kaldım. Şu anda Biden'daki načar keyfiyatlarını canına Facebook dinlemeleri çaplap jürüp, bu adamın azı tenkit kılıp, mondak kıp kettim. Şu aralıkta bana evet gelle azemez, xeyli cık Allah'ınla evet diye qarindaşlar Biden'daki muşu sözünü. Mene bu Xitayga Uygurlarni qo'llab mundaq ifade bildigan siz nima deysiz bunun qarab? Bunga to'g'rilikdan nayt yaxshi izoh berdi. Bu partiya ichidagi g'ayri rasmiy narsa. Partiya ichidagi o'zining o'xshash Demokratlar partiyasi ichidagi raqobatchilarni yengish uchun qo'llangan narsa. Hatto ular undaq ichki raqobatchilarni qo'llash uchun tuhmat joplaydi, qimligini qilmaydi. Bu iplarni echib, mik askeri qilib, üstünü egallab bo'lgan chaqda yaqlashib ko'rishib, xatma deb ena. Trump bilan kim Marco Rubio, Ted Cruz qilayotgan jidal vaziyatlarni qayta chiqarib qo'ysiz bo'ldi. Shularni ko'rib turgan vaqtida o texnik satgaplar bo'lgan vaqtda shu. Lekin bu partiya ichidagi bo'tgan bir narsa g'ayri-rasmiy narsa. Uyg'urni qo'llaymayman. Sizdeki sosyalist iddiyalar var, sosyalist iddiyadaki Xitaylar shundoq 1 milyon ortiq musulmonlarni zulm sepdi. Zodi buni qutqizish kerak bularga askar chiqirib deb turib ayani o'zining partiyasining ichida propaganda qildi. Nima uchun degan chaqda shu chaqning o'zida mushu propagandalar o'tirib qotgan chaqning o'zida Uyg'ur masalasi san'atda, xalosda o'tirib qo'yib shundoq ovoz qilayotgan chaq. Bu edi Amerika'nınki şu yukarı katlam idar cemiyetlerinde Uyghur meselesi xuddi ichki siyosatga o'xshashli bir vaziyat shakllanganligi uchun bu adam buni propaganda ko'zir o'rnida qo'llandi deb buni to'g'rilikdan aytdi yaxshi ifoda berdi buni. Ammo to'g'rilikdan deb aytganmi? Ilqi Trump'ni o'tirib qo'ymaydi, Uyg'ur meselesini Biden'ni o'tirib qo'ymaydi, mas saylam raqobatida oldi. Bularning tayin yo'q bir narsa o'tirib qo'ydi. Muşu Xitay virusu münasebetlik, işsizlik, iqtisod meselelerini, ondan keyin global münasebetni yaxshilash meselelerini nayt tar doiradan bular kun tartibni talash-tortish qildi bular munozara jarayonida. Ahmeydanlıqı filozor programmalarida aşında bir narsa dedi. İkki taraf Uyg'ur meselesini tilga olmadi. Ya'ni demak Uyg'ur meselesi Amerika'nın ichki siyosiy darajaga ko'tarilmadi degan gap. Faqat partiya ichida yoki kongressda umumyuzlik bir o'tkinchi bir siyoset Xitoyga qarata bir ko'zlar o'rnini qo'llangan bo'lsa, ammo Amerikaning ichki siyosiy ko'tarilmadi. Ichki siyosatda nima? Ichki siyosatda ashtaq saylamdagi raqobatni o'tirib qo'ysiz. Saylamdagi raqobatda qarshi partiya o'tirib qo'ygan chaqda, andekin shu nuqta bo'yicha ovoz to'plab hokimiyat peshiga chiqib qolsa, u chaqning o'zida andekin qo'llovchilar uni qistaydi. Sen hakimiyet peshiga chiqish chaqda Uyg'urlarni qutqizman degandan unda qutqazmamsa degan narsani muxolifatchi partiyalari qarshi tarafdagilar qistaydi, o'qituvchilar. Antik o'zining ovoz bergan xalq qistaydi. Ichki siyosatga muvofiq. Lekin Uyg'ur masalasi Amerikaning Xitoy siyosatininki ma'lum bir bosqichga kirdi deb qarasak bo'ldi. Xitoy munosabatida Donald Trump Amerika'da gapingizni bir qistirib qo'ydim. Bu yerda mushu yaqindan beri vargo, hamda Trump o'zi, President Trump o'zi Uyg'ur masalasini o'tirib qo'ymagan bilan hammamiz ko'rdik-ku. Masalan, Pompeo'dan tortib bir qancha nimalar bu Uyg'ur masalasini to'xtatmay, ikki yil partiya tarafdan hatto genocide degan gaplarni chiqardi, hatto qarorlarimiz chiqaradigan bo'ldi. U kuni nihoyat bir muhim bir uchur chiqdi-ku, uni balki menlar bayqadinglar. East Turkestan Independent Movement deganni
qora tizimlikdan chiqarib etdi. Bu şu Trump hokimiyatining mushu jihatga bir derak berganligini bildirdi. Mushu Sharq Turkiston mustaqillik masalasini mushuni o'ttirg'i ko'tarib chiqamiz deganninki bir derak. Albatta bu yerda men abay biraz deb o'tdim. Albatta bu yerda Prezident Trump şu gapni nimishga saylam jarayonida demidi deganda ma'lum nuqtada aytgan chog'da bu ishki bir nimalar bo'lib, bu endi o'ziga ziyon bo'lamdi, foyda bo'lamdi. Har kishilar buni muloyiz qilib, buni ayirib qo'yibdir deb turdi bu masala. Lekin kelar 4 yilda bu masala birinchi o'rinda turdi. Chunki mana Pompeoning degan so'zi yana bir qanchalar bor. Bu yerda ismlarini bu yerda qaytib bilmaymişlar. Uyg'ur masalasini aytdi yuqori darajaga. Hatto shu bu kishilik huquq masalasi emas, genosid masalasi deganlarni ochiq deyapti. Shu hamda kelgusidami bu masalalar biz ham umidvor bo'lamiz. Bu masalalar yana shu genosid degan nuqtadan o'ttirib qo'yilsa bizga foyda bo'ldi. Lekin uni biror yana genosid deb turib, yana kishilik huquq olib ketilgan bo'lsa-chu, u bizning tugunimiz shu. Tugunimiz shu gapni deb. Men bu yerda o'zimning bir shaxsiy fikrim bu yerda. Men mushuni o'ttirib qo'yib, hamda ashtaq ahvollar bo'lib qoldigan bo'lsa, biz Amerikada yashab turib, Yevropada yashab turib-chu, Xitoyda yashayotgandek bir darajaga olib kiramiz. 5G texnologiyani o'ylab qo'yinglar. Globalizmda 5G texnology degan narsa bor. 5G technology degan har bir odamni o'zlarining qo'lida telefonlar orqali hamma odamni kuzatib turdi degan ahvollar bo'ldi. U degan shu nimalar orqali shu high-tech texnologiyada Facebook deymiz, Google deymiz, bular hammasi shu texniklar tayyor. Shu 5G texnologiyani aldi bo'ldi qabul qilgan bo'lsak, ma'lum demokratik davlatlarda, Yevropaning o'z ichiga demokratik davlatlarda biz ayada ma'lum jihatda kishilik huquq haqning mahfiyatini saqlaymiz, u bu deganlar bilan bu yerda o'zimizni cheklab qo'yib, ama ishimizni cheklamaydi. Nima uchun ular hech qanday cheklashni cheklamay, u nima qildi? Ma'nasi nayt xatarlik narsa-ku. Mushlarning oldida nima ip bo'ldi Prezident Trump. Qanday ip bo'ldi deganda, Huawei degan shirkatni to'saydiganga. Nima deydi? WeChat deganni, TikTok deganni, ashlarning hammani to'saydigan qarorlarni asosan qilib bo'ldi, chiqarib bo'ldi. Lekin u qonunlashdimi? Uni kelar bir sıkıp asla digim yok rastken dıksam. Hepsi ağdır üteleydi. Çünkü Trump'a düşmüştü. Hepsi ağdır üteleydi. Ağdır üteleydi. Hatta soğukluğun tam ne? O 200 mil uzunluktaki tamdı mı? Çekvetidiğen ahvallan bağırıyor ama demokratik sistemde işte ahvallan buldu. Kongres'te buldu çekmezse bir iki içinde şaşlayan pullarını bizde çekvetidiğen ahvallan buldu. Bunu qaraymiz. Doğru. Endi gapni bize yig'sak, bugun bu Amerikadagi saylam to'g'risida qisqa deb turib xabarga olib qo'ydik. Asosan o'zimizning yana nurg'un nuqtalar deyilmay qoldi, chunki vaqt pek yetmaydi ekan. Yig'ib aytganda, endi bu saylam rasmiy official hukumat tarafdan bir natija chiqqani yo'q. Ya'ni ba'zi shtatlarda teg'itchi bilan sanayotdi. Shunga buni oxirgi natija deyish tubdan xato. Faqatla Baydenninki o'zini oldin tabriklab olgan bir yeri bor. Unga Trump akimiz nayt chiroyli javob berdi. Ham ertadan boshlab sudda muhim ishlar davom qilmoqchi. Sudning natijasi qanday bo'ladi? Bu endi biz nurg'un ko'p sondagi Uyg'urlar umid kutayotgan Trump akimizniki yana 4 yil o'ttirmaydiganligini belgilaydi. Hamda bu ish kelajida 1-ayning 20-sigacha surilish ehtimoli bor. Demakki, qarindoshlarimiz bu Amerikadagi prezident sayloviga muomala qilganda Bay Abdurimjon degandek aldirab bir tarafga tilmu tekkizmayli, ham ba'zi shaqiqalarniki Bayden bilan Kamala Harrisni atab turib tashkilotning nomi bilan tabriklaganini ko'rdik hamda. Bizning sapoyimiz shu darajada endi. Bu bir ahmoqonalik. Agar sen men tashkilotga vakillik qilaman, Uyg'urga vakillik qilaman desang, manda shatraqlikni hozir chiqolmaydi to'g'ri. Yana biz o'tgan besib tursang, ertaga masalan bir aniq natija chiqqanda desang, ulgursa buningga. Ya'ni menda bir tashkilot borki, meni oldin tabrik etibdi deb Bayden keningga so'yib qo'ymaydi, xotirjam bo'l.
Şuna endi yana birisi endi Uyg'urlarda mutlaq ko'p qismimiz yana men shuning ichida bu tug'liqqanga o'xshash bir arzuda, ya'ni Turab akamiz yana 4 yil o'ttirasiz ekan degan arzuda. Buningda biz Uyg'urlarning qila oladigan birdan bir ishimiz qo'limizni ko'tarib duo qilib qo'yaylik Turab akamizga. İnşallah yansun yana 4 yil o'tsa bu maraz Xitoy kommunistlari yiltizdan qo'mirilib tashlansın. Bu biz Uyg'urlar uchun emas, butun dunyo uchun bir baxt, saodat. İnşallah bu kunlar kelgusi To'g'liqqa Abdurimjon bugun 2,5 soatdan eshibdi, ko'p vaqtinglarni oldim, vaqtim biriga berib qoldi. Charchab qoldinglar. Bugun bu aslida bir jiddiy ehtiyoj bilan echib qoldik. Ma'lumotga Bayden apandining sakrab chiqish munosabati bilan. Bugun bu saylab to'g'liq va boshqa shuning munosabatlik jiddiy ishlar olib qolsa yana ekran chiqib gapimizni davom qilishimiz mumkin. Bu jihatda ideal jihatda tayyorlab qo'yinglar. Oxirida agar boshqa muhim gapinglar bo'lmasa, ishqillarga ko'pdan ko'p rahmat. Bu Xitoyning virus ahamiyati avjab ketyotdi. Diqqat qilinglar. Alloh tanalarni salomat qilsin. Xotirjamlik bersin. Men qizlar gapimni qilib qo'yay. Men faqat bu yerda sana shu to'g'riliq fikrimni bergan. Men bu yerda o'zimning shaxsiy fikrimni o'tirib qo'yyapman. Men tashkilotga yoki mendan boshqa odamga vakolat qilmayman. Shuning uchun shuni eslatib qo'yay dedim. Shaxsiy fikrim yana shu ko'z qarashda President Donald Trump 99% saylandi. İnşallah. Deganim kelsin. Yıplasaklar. Rahmet qarindoshlar. Allohga rahmat hamsa, Allohga emanet. Aman bo'linglar. Jasara sening vaqtingga rahmat. Abdurimjon, sizni bu jafoda tutqizdik. Rahmat. Xo'sh hamsa, Allohga emanet. Çok güzelsen tamam. En güzel düşlerde gözüm var aman. Bağrımda kümülmek en güzel armağan. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Bağrımda kümülmek en güzel armağan. Ben seni şu kadar sevindim vatan. Ben seni şu kadar sevindim vatan.
Quşlarga qarayman nimadir özlab Vatanim aslidan kimikinda Quşlarga qarayman nimadir özlab Vatanim aslidan her taş her giya ben seni şu kadar sevindim vatan ben seni şu kadar sevindim vatan Dıllarga tutuya her taş her giya ben seni şu kadar sevindim vatan ben seni şu kadar sevindim vatan Ben seni şu kadar sevindim bana Ben seni şu kadar sevindim